ijtimoiy tarmoqlarda ko'p to'ylar masalasi ketyapti, kamaytirildi, ixchamlashtirildi. O'zi mana shu qaror ijrosi boshlandimi? Bularni 100% cheklash kerak. Cheklash kerak. Endi shuni minnat qilib qo'ysa ham janjal chiqib ketadi. Er-xotinning o'rtasida. Oyisini uyiga ham sig'maydi, ketursin deydi. Yoki men bitta bunisi uni kelin taraf seni qadringga yetsin. To'y masalasida ham yordam beriladi. Hozir ham mahallani budjetida aynan mana shunaqa holatlar uchun mablag'lar ajratiladimi? Kim berdi? Prezident tashabbuslari bilan bo'ldi bu narsalar. Buni qonun doirasida isbotlab berishimiz kerak. Endi haligi yana ham yakkalandimi, bu o'g'irlik qilishga olib keladi. Hamma bo'lganini eshitib turishga majburmiz. Nimadan chiqayotganini shu xulosani chiqarib Xafa bo'ladi mahalladan. Men deydi, yordamga muhtojman deydi. keladi. Yevropachaligiga yetishimizga hali ko'p bo'lishi mumkin. Furshat qilib o'tkazib yuborishadi-ku to'ylarni. Shu joylarida chidamagan oilalarda ko'pida nizo chiqadi. Birinchi o'rinda shu yigitlarimiz sal dadilroq bo'lsa, bo'shashmasa, qanchalik o'zimizda real hayotimizga o'xshaydi, qanchalik o'xshamaydi. Foiz ayting qani. Darrov ajrimga berish tavsiya qilmaymiz. Buni endi tushib olish kerak. Buni vaqtda o'zi ko'rsatadi. O'shancha yetardimki, birinchi o'sha o'zimizdan boshlaylik. O'zim eshigimni tegini supurib qo'ydimmi? Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zimizdan boshlaylik podkastining 2-soni. Suhbatlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Mabodo sizda fikrlar, jumladan taklif, hattoki tanqid bo'lsa ham kommentariyalarga bemalol yozib qo'yishingiz mumkin. Sizni hech qancha soniyalar sarflamasdan qilgan amallaringiz bizni ko'proq rag'batlantiradi va keyingi ko'rsatuvlarimizni olishda, chuqurroq ishlashimizda turtki bo'ladi. Demak, podkastimizni boshlaymiz. Studiya mikrofonlari qarshisida men Farruh Toshmurodov, meni hamkasbim, loyihamiz muharriri va boshlovchisi Sevaraxonim Jabborova va bugungi mehmonimiz Chilonzor tumani Chilonzor mahallasi raisi Abdullayev Baxtiyor aka. Baxtiyor aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir bor aziz kuzatuvchilarimiz. Farruh aka aytib o'tganlaridek, bugungi mavzuyimiz aynan davlat va jamiyat o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaradigan va muhim bo'g'in hisoblangan mahalla borasida bo'lib o'tadi. Nega biz uni ko'prik deb ataymiz? Chunki u aholining har bir o'zini fuqarolarini har biri bilan birgalikda shug'ullanishadi, ishlashadi, ularning ehtiyojlari, har bir oilada kuzatiladigan muammolar, kamchiliklar bilan yaqindan tanishadi. Yana bir bor assalomu alaykum Baxtiyor aka. Demak, mahallada duv gap deganlaridek, siz bilan bugun mahalladagi yangiliklar, o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Keling, bugun mahallada qanday yangiliklar bo'lyapti? Shular haqida aytib bersangiz. Darhaqiqat to'g'ri gap aytdingiz. O'zbekiston 2030-yilgi strategiyasining 74-maqsadi ham jamiyat va davlat o'rtasida mahalla tayanch ko'prigi bo'lishi nazarda tutilgan. Hozirgi paytda mana shuncha faoliyatimizga 3 yil bo'lyapti mahallada rais bo'lganimizga. Men masalan o'zim oldimga maqsad qilib qo'yganman. Bu juda mas'uliyatli majburiyat deb bilaman. Bu raislikda xizmat qilishi, endi bu yerda masalan bizani mahallamizda 6000 ga yaqin fuqarolarimiz bo'lsa, bu 6000 ta xarakter degani. Bunga hammasiga javob topish uchun ham psixolog bo'lishingiz kerak, ham o'qituvchi bo'lishingiz kerak, ham pedagog, hamma holda azgina shingil qilmasangiz bo'lmaydi. U o'zini xarakteri bo'yicha, psixologiyasi bo'yicha fuqarolar bilan gaplashmasangiz, katta norozichilik aytib o'tishi mumkin yoki juda yaxshi ishlarni qilish mumkin. Shuni o'rtasidagi balansni olib borish uchun endi mas'uliyat bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Mana hozirgi paytda hurmatli prezidentimiz tashkil berganlar 7lik juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. 209-farmon, 402-farmonlari bo'yicha ish olib boramiz. Mana shu mahallada mahalla institutini rolini tubdan oshirish. Ya'ni buni bajarish uchun mahallaga katta resurs berildi. Mahalla 7ligi. Mahalla 7ligi deganimizda mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, uchastka noziri va soliqchi. Bu 7 xil yo'nalishga oldiga 33 ta vazifa qo'yilgan. Agar shu 33 ta yo'nalishdan mana bittasini yesak, albatta mahalla raisi mahallaning obodligi, obod ko'cha, obod xonadon, obod mahalla
dasturlarini, tadbirlarni olib borish, yashil makon tadbirlari, yana bizga eng kerakligi eski urf-odatlarimizni, an'analarimizni tiklash, to'ylarni ixchamlashtirish. Yuqoridan berilayotgan bizga tushirilgan prezidentimiz tashabbuslari bilan administratsiyadan kelayotgan mutasaddilarni, xalqimizni, fuqarolarimizni iltimoslarini qay tariqada bajarilayotganligi hammasini nazorat qilish topshirilgan. Hokim yordamchilarimiz asosiy vazifasi mahallada ishsiz fuqarolarimizni ish bilan ta'minlash, ularni o'qitish, kasb-hunarga o'qitish, ishlashga olib borib va oxirida ularga tadbirkorlikni yaratib, agar ishlayotgan, o'qishdan olgan mutaxassisligi bo'yicha yanada daromadini oshirish bo'yicha yuklatilgan. Xotin-qizlarimizga juda mas'uliyatli ish bor. Sog'lom oila, sog'lom jamiyat. Buning uchun mana biz aytganimizdek, to'ylarni, nikohlarni qarindosh urug'chilar orasida betartib bo'lishlarini tartiblashtirish, o'shalarni kuzatib, nazoratga olish, nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz bilan bu jihatdan ishlash, ayollarimizni ishsiz turgan ayollarimizni ham ishga jalb qilish, mutaxassislik berib, kasb-hunarga o'rgatib, o'zini daromadini oshirishga kirgizish. Yoshlar yetakchimiz, yoshlar yetakchilarimizda ham 30 dan ko'p o'zini bo'lim majburiyatlari bor. Yoshlarimizni ish bilan ta'minlash, agar institutlarga kira olmaganlari bo'lsa, maktablarga borib, maktablarda ayol xotin-qizlar faollik bilan tushuntirish ishlarini olib borish. Qanaqa hayotda endi o'smirlikdan o'spirinlikka o'tish bor, undan hayot yo'li bor, o'shalar bo'yicha ancha ishlash kerak. Bu bo'yicha olib boriladi. Soliqchimiz albatta mahallamizning moddiy bazasini ko'paytirish, kengaytirish, soliqlarni tushirish bo'yicha ishlaydi. Uchastka nozirimiz asosan mahalladagi jinoyatni, huquqbuzarliklarni kamaytirish, bularning negizini aniqlab, mahallani obodligiga o'z hissasini qo'shib kelishda ishlatiladi. Bu bunaqa 7likni yo'nalishi bo'yicha bu ishlashi juda katta ahamiyatga ega bo'ldi-da. Hammasini o'zini vazifasini shu yo'nalishlari bo'yicha bajarsak, mahalla obod mahalla, namunali mahalla bo'ladi. Bu bo'yicha. Mana hozir yangi innovatsion programmalarni kirib kelishi, ham yo'nalishlarning integratsiya qilinishi, albatta nimadan boshlanadi? Mahallada o'zini moddiy bazasini yaratish. Oddiy kompyuter texnikalari olish, rangli printerlarni olish, bu narsalarga mana yana prezidentimiz tashabbuslari bilan mahallamizdagi jismoniy fuqarolarimizdan jismoniy soliqlarni 10% yer va mulk solig'idan 10%ni mahallaga ajratib berilyapti. Mana bundan biz o'zimiz mahallamiz misolida aytaman, kompyuterlar olindi 4 ta, 7 lik hammasi kompyuter bilan jihozlangan. Printer endi oddiy narsa-ku. Masalan, rangli printer ishlab turib, bolalarimiz o'sha xodimlarimiz ishlab turganda bir narsani rangli chiqarib kelish bo'lsa, ko'chaga chiqib chiqarib kelilardi. Bunga qancha vaqt ketadi? Qancha fikr buziladi? Hozir hammasi idorada bor, mavjud. O'shanga qarab ishni unumi ham oshib boryapti. Bu katta bir shu boshida qadam tashlab biz ishlayotgan, bajarayotgan vazifalarimizni ijobiy bo'lib, yaxshi bajarilishiga olib keladi. Shunga omil bo'lib kelyapti. Rahmat Baxtiyor aka. Baxtiyor aka hozir to'ylar deb aytib o'tib ketdingiz. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p to'ylar masalasi ketyapti, kamaytirildi, ixchamlashtirildi. O'zi mana shu qaror ijrosi boshlandimi? Qaysizdir to'yni qisqartirdingizmi yoki kimgadir jarima qo'ydingizmi? Jarima qo'yilgani yo'q-ku, lekin ijrosi, targ'iboti boshlandi. Endi mana aholi bilan gaplashamiz. Bugun nafaqa tarqatishga, pensiya deymiz, tarqatishga keldi. Asosan pensionerlarimiz, katta yoshli ayollar, erkaklar chiqishadi-da, o'shandan foydalanib sekin gaplashamiz. Mana bugun ham shu suhbat bo'ldi. Hammasi ko'pi chiqayotgan, nafaqa olishga chiqayotgan, pensiya olishga chiqayotgan fuqarolarimiz shunga rozi. Bizda endi o'zbekchilikda gap bor. Narigi qo'shnimni mablag'i bo'lmasa ham shunaqa qildi-ku. Nimaga men undan kam bo'lay? Yo shuni qilaman degan narsa bor. Mana mashindan sal odamlarni qaytarib, mana men undan ko'ra topaman, mayli qo'shnimgacha undan ham ko'p topaman. Lekin shu
to'y marosimlarini ixcham qilib o'tkazib, ortib qolgan pulimga shu yoshlar borib bir-biri bilan yana mana aylanib kelsin, dunyoni ko'rsin, o'zini me'yorida qilib, o'shanga sarflayman deganlari ham bo'lyapti. Bor. Faqat buni fuqarolarning ichidan shuni tortib chiqarib, uyalmasdan gapirishigacha olib kelishimiz kerak edi. Ana o'shanda sal rivojlanish bo'ladi. Mana bir nechta to'ylarimizda 100 kishi bilan ham o'tdi. O'tkazib olibdi. Endi bir shu o'rinda ma'lumot berib ketsangiz, qanday bo'lish kerak, nimalarni qisqartirish kerak, to'y qanaqa bo'lish kerak o'zi? Bundan buyog'iga. Isrofgarchilikda kamayish kerak. Hamma sohada. Shu dasturxonga endi mana oxirgi puligacha yana shu mablag'iga taqalaveradi, borini qilib shu stolga ko'p qo'y deydi, isrofgarchilik ko'p. Biz aytamiz, shunchalik isrofgarchilik bo'lmasin. Shunga ketayotgan mablag'i to'y 2 yosh hayotda belgilanyapti. Endi o'zbekchasiga ehson deganimiz bor. Va o'shundan ko'ra bir shunga nochor odamga olib kirib bersa, menimcha shu yoshga ham bu duodek o'tadi-da, shu yaxshilikka olib boradi. Mana shunaqa joylari bor. Endi boyagi noto'g'ri deyotganimizda yoshlarni mana bu kuyov navkari, kelin salom, challari, ko'chada mana kuyov navkarlarning bu mashinada bunaqa to'dalashib yurishlari ham juda xunuk. Ko'ryapsiz, bir nechta joylarga avariya holatlariga olib kelyapti, to'y azaga aylanib ketyapti. Bularni 100% cheklash kerak. Cheklash kerak. Endi tez bo'lmaydi-yu, bolalarimizni sal shunga o'rgatsa, tushunchasini shularda tushuncha berilsa, ular ham shunga rozi bo'ladi. Rozi bo'ladi. Shu mablag' ko'p ketayotgan joydan aytaman, ko'pchiligi shunga rozi, faqat etolmaydi-da, uyaladi. Shunga biza mahalla yettiligi, katta nuroniylar, mana keksalarni bizada o'z riqasi bor, komissiyasi bor, o'shalar xotin-qizlar, onalar shunga targ'ibot qilishimiz kerak. Quyurishimiz kerak. Shunga borib baribir yetadi. Bu narsa ixchamlashishga keladi. Yevropachaligiga yetishimizga hali ko'p bo'lishi mumkin. Furshat qilib o'tkazib yuborishadi-ku to'ylarni. Endi o'zbekchiligimiz bor. Bunisi orzulari bor. O'shalari bo'ladi. Endi shunga ma'lum bir vaqtda menimcha biz erishamiz. Faqat shu targ'ibotni kuchaytirib, iloji boricha hayotda ko'rsatib, mana bu isrofgarchilik bilan bu bo'ldi. Mana bunda ham bo'ldi. Mana bu dega qaraganda mana bu oila baxtli bo'lib ketdi. Mana bu kamomatiga ishlatdi. Bunisiga ishlatdi deb targ'ibotni to'g'ri qo'ysak, menimcha erishamiz. Birdan qattiq nazorat olinsa, aks ta'sir qilib qolishi mumkin-da. Birdan qilish bo'lmaydi. Birdan bu sekin-sekin, to'xtatmasdan, har kunda, har soatda qanaqa shunga yaralgan bo'lsa sharoit, o'sha yerda iloji boricha mahallada fuqarolarning orasida bu gap olib borish kerak. Aynan o'sha tartiblar bo'yicha, belgilangan tartiblar bo'yicha kimdir to'y o'tkazdimi shu paytgacha? Mahallada 2 ta to'y bo'ldi. Mana o'sha 200 kishi bo'yicha jaylanganiga oshlar 200 kishi bilan o'tdi. Bir boshqa to'yda borganimizda 100 kishi bilan o'tdi. Bunaqasi ham nikoh kechalari ham sal kamaydi. Lekin hali dasturxon kamaymadi, bor. Bunga endi sal hozir endi chetdan kelayotgan mana bu mevalarni pishiruv payti, unisi orzu havasi deb hali qilayotganlar bor. Endi shuni iloji boricha o'sha boyaga aytganimizdek shularni kamaytirishga uchun ozgina vaqt kerak. Lekin baribir bunday nazar tashlasak 20-25% allaqachon tushunib, kam xarjlikka o'tib bo'lganda hech bo'lmasa qarz olmasdan, qarzsiz, kreditsiz chiqish asosiy masala mana shunga aylanib qolganda. Shu. To'y qilsak qarz oladi, qarzdan keyin uni uzilolmay yuradi. O'sha joylari bor. Shunga anchasi fuqarolarimizdan men o'zim amin bo'laman. Shu tushunib, tushunganini uyalmasdan et olishyapti. Mana shunaqa bo'lyapti. Bu o'sha ozgina progress. Bu yaxshi, oldinga yurayotgan payti. Buni hozir shuni qo'ymasdan shu targ'ibotga olib borishimiz kerak. Ana endi keyingi dolzarb mavzumiz yosh oilalar ajrimi. Endi shuni aytmoqchi edim, ya'ni shunday oila qurib, hatto 3-6 oyda ajrashib ketayotganlar ham bor va mahalla har doim mana shu holat bilan yuzma-yuz duch kelyapti. Shu o'rinda savol tug'iladi, o'zi nega yosh oilalar bunchalik tez ajrimga borishyapti o'zi? Buni sabablaridan eng birinchi sabablari mana mahallada ko'rayotgan ishlar o'zi bo'yicha birinchisi yoshlarda mana 3 oyda ham ajrashayotganlar bor, to'g'ri. Bularni bir-birini xarakteri yoshlarning to'g'ri kelmasligi. Yaxshi surishtirilib, unashtirilmaganligi. Bir-biri bilan ko'proq uchrashtirilmaganligi. Psixologlar bilan yaxshi ishlamaganligi. O'shanisiga sabri yo'q yoshlarimizdan. Keyin mana bu tarmoqda shu telefon
juda katta ta'sir qilyapti. Mani o'zimni praktikamda bo'layotgan narsalar asosiy nimadan to'polon chiqsa desa, kirib ketadi, telefonda o'ynab o'tiradi, kirib ketadi YouTube'ga, u yerdan har xil narsalarni ko'radi, shu. Endi bu miyaga ta'sir qiladi. Haligi holda, stress holda kelib turganda janjal chiqadi. Bu bo'lyapti sabab. Ikkinchi sababi yoshlarning o'rtasida giyohvandlikni ko'payib ketishi. Giyohvandlikka arzon, mana hozir endi narkotiklarni qimmatlarini ola olmasa ham hozir arzon shu tabletkalar. Keyin toksikomaniya, rastvaritillar, har xil erituvchilarni hillash. Bular bo'lgani ham bu hozir men kimik bo'lganim uchun aytaman-da, hozirgi sintetik moddalar bir kunda tobe qilib qo'yadi. Oldingilariga vaqt kerak bo'lib ushlab qolish mumkin bo'lgan, bir kunda tobe qiladi. Boshida xursandchilik bo'ladi, otajonim, oyijonim deb xursand keladi. Keyin buni ta'siri ko'rsatadi, haligiga nimasindir yo'qotib qo'yganda doza olish bilan ko'payadi. Topib turgan, endi turmush qurgan deb misol qilaylik, oilaga vaqt ajrata olmaydi. Anaqasini qilsa, gaplashsa, ota-ona gaplashsa, jahli chiqib ketadi, stress holatda bo'ladi. U keyin pul topish kerakmi? Ishxonasida birinchi navbatda shunga tobeligini bilgan holda bo'lsa, ishxona haydaveradi, pulsiz qoladi, hech yoqqa ishga olmaydi. Bunga dozaga pul kerakmi? Pulni topa olmagandan keyin uydagi bor kelinni narsalarini olib sotadi, u yerda janjal chiqadi. Uyga olib kelmagandan keyin hammasi nizoga olib keladimi? Oxirida shunday bo'lyaptiki, mana giyohvandlik bo'yicha biz muhokama qilganimizda ham mahallada ajralib qoladi. O'z o'rni yo'q bo'lib qoladi. O'rtoqlardan qarz oladi 1-2 marta, keyin o'rtoqlar ham chetga surib qo'yadi. Vaholanki shunaqa bo'lib qoladiki, mahallada u yashaydigan ko'chadan odamlar yosh bolalarni o'tkazishga qo'rqib qolishadi. Qo'rqinchli bo'lib. Endi haligi yana ham yakkalandimi, bu o'g'irlik qilishga olib keladi. Mana shuni hammasini asosida ajrimga olib keladi. Mana shu narkotik vositalari menimcha ko'proq mana shahar joylarda, Toshkent shahrida yoki viloyatlarning ham shahar hududlarida bo'lsa kerak. Menimcha qishloqlarda ham avjiga olgandaysizmi? Yo'q, hamma joyda bu bir avjiga oldi. Mana bizda ichki ishlar organlari tomonidan kuchli tashlanib, ancha mahallamiz tozalandi. Mana ruschasiga aytganda zaklatchilar bir ko'p bo'ldi. Uni ham ushlab qarasangiz studentlar. Nima qilasan? Birinchi kurs, ikkinchi kurs, uchinchi kursda o'qiydigan studentlar. Kontraktimni to'lashga pul, oson pul. Aytaman, bolada sabr bo'lmayapti. Biz o'qigan paytimizda mana studentlar borib, agar viloyatdan kelgan bo'lsa, kechqurun borib vokzalda yuk tushirilardi. Buni bekitib bo'lmaydi. Ertasiga kelib birinchi parga kechroq kelardi, uxlab qolib. Lekin o'zini kvartira pulini oqlab jismoniy mehnat qilardi. Bular yelpi ishga o'tib olib, tushib qolib, mana 3-kurs talabasi bo'lib turibdi. Buni televizorda ham ko'rsatishdi. 3-kurs mana nima bo'ldi? Ketdi, tamom. Bola уже buzildi. Yengil anaqa o'rganib. Biza o'zimiznikida mana toza, Xudoga shukr, yo'q bo'ldi. Buni ushlash ham juda qiyin bo'lib ketdi-da. Men bu internet orqali berib, u bittasi tashab ketadi, bittasi olib ketadi. Joyida ushlamasangiz bo'lmas ekan. Juda qiyin. Hammasi yoshlar. Bilmay ham qolasiz-da. Ancha kuch tashlaganda mana tozalandi. Men 3-4 joyda ko'rdim. Masalan, viloyatlarda ham ko'rdim. Dala hovlilarda ham ko'rdim. Hech kim yo'q, ko'p kelmaydi-ku. Dala hovlida bo'lgan joyda ham, shirkatlarda ham odam joylar bo'ladi. O'shatlarga kelib yurganini ham ko'rdim. Bir yaxshilab harakat bo'lganda ancha kamaydi. Mana shu eng ajrimni ham olib kelishga, ajrimga nizolarni olib kelishga ham juda katta sabab bo'ladi. Ha, ajrimga yana ota-ona aralashuvi bor edi. Bir vaqtda ota-onalar aralashuvi, kuyov tomon yoki kelin tomonidan, uchinchi shaxs aralashuvi bor edi. Qanday bugungi holatda ota-ona aralashuvi hali ham avjidami yoki kamayganmi yoki mana bugungi kunda televideniyada, mana televizorda kinolar, bir narsa qilgan kelin, bunaqa qilgan kelin, bunaqa qilgan kelin, bunaqa qilgan qaynona. Hayotimiz ham o'sha kinoga o'xshaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Birlashib ketgandek. Agar foizni ko'rib farqi bormi yo'qmi? Necha foiz aynan uchinchi shaxsni aralashuvi bo'yicha bo'lyapti? Necha foiz aynan yoshlarning o'zida ayb bo'lyapti? Kamida bir 30-40% da qaynonani aralashuvi bor. Bu narsa oldin ham bor edi, hozir ham bor. Birinchi navbatda ko'pincha men kuzataman, bitta o'g'illi farzandlarda ko'p bo'ladi. Qizg'anish. Ikkinchisida endi
masalan bir oilada qizi qaytib kelgan bo'lsa, o'g'li bilan kelinni orasidagi munosabat yaxshiligiga g'ash kelishdan ham bo'ladi. Unaqasi ham bor. Bu praktikada ko'rilayotgan narsalar-da. Uchinchisi, endi farzandlar ham o'rtaga tushib qoladi. E'tibor. O'zini ayoliga e'tibor kattaligi, ota-onaga sal e'tibori kamayayotgani. Bunisini endi men har doim aytaman, ota-onani ayblab bo'lmaydi. Ota-ona bo'lish uchun sen o'zing ota-ona bo'lib, bolani kattalashtirib, shu yo'ldan o'tganingdan keyin tushunasan deydi-ku. Bu narsa bor. Ota-onani mana shu hurmatini joyiga qo'yib qo'yish birinchi o'rinda bo'lish kerak. Bu paytda men bu yoq tarafda yoshlarni ancha aybdorlar deb hisoblayman. Lekin ayol qaynanalarni, onalarni arzimagan narsaga aralashib, bu narsani chiqarishlari ham ko'p hol bo'ladi. Biz chiqqanda ochiq oydin aytamiz. Qo'yib beringlar. Mana ko'rinib turibdi. Sizlarni aralashuvingizga yoki sizni aralashuvingizga shu narsa bo'lyapti desa, buni 2 oy boshqa kvartiraga chiqib tursin. Ikkalasi yosh bir-biri bilan farzandi bo'lsa yashasin, nechasi yashab ketdi. Yashab ketdi. Ona tushunadi. Onani baribir qizg'anchiligi bo'ladi-da. Farzandi. Lekin bu holatda yolg'iz farzand deb aytamiz. Yolg'iz farzand hech kim chiqarmaydi-da. Ya, endi mana bu holatlarda ota-ona qolib, ikkalasi kvartiraga turib, aytaman bularga maslahat beraman. Oldin kimda aybligini sal uchun chiqarib olaylik deymiz. Aniqlab olish kerak. Aniqlab oling. Yo'qmasam o'tirursiz, gapini eshitursiz, u bunaqa dedi, bu bunaqa dedi, ketaveradi. Bu to'xtamaydi. Aytamiz har doim, bugungacha bo'lgan to'poloninglarni yopinglar-da. Bugun ertadan boshlab yangi varroqni boshlaymiz. Yangi varroq bo'lish uchun 1-2 oy alohida turib turinglar. Mana shunaqa qilsa keladi. Mana bir xil uyiga borib, mana shunaqa holda shu o'sha nizo bo'lib ajrashaman deb turgan holda farzandi bor. Ertasiga yo kelin uyiga kelib, qaynota qaynonani uyiga kelib, men yarashtirish oshini tayyorlab qo'ydim. Kelinglar bitta dasturxon ustida o'tiraylik, biz bir marta yashab keldik. Bir kunga chidomiy kelganlar ham bo'ldi. Yashab ketdi, ko'z tegmasin yashab turishibdi. Xursand. Endi hamma narsaga ham aralashish bo'lmaydi. To'g'ri, ota-onaning vazifasi to'g'ri yo'lga solish. Bu ota-onaga hammaga o'sha unaqa quyilgan kerak miyasiga, shuni to'g'ri. Hammani dunyoqarashi har xil. Endi kelinlarga ham og'ir tutib bo'lmaydi deb, buni yengil tutib bo'lmaydi. Begona uyga kelib, bu uy sharoitiga, yo'nalishiga, o'zini urf-odatiga, hammasiga tushib ketish uchun ma'lum bir vaqt kerak. 3 oy, 6 oy muhlat emas-da bu. 3 oy oldin muhlat emas. Bu bo'lmaydi. Nechtasini ko'ramiz, ajrimga kelib urush yo'q, jandallash yo'q. Bir-biriga bilan sizlab gaplashishadi. Lekin to'g'ri kelmadik, ajrashishimiz kerak deydi. Bunaqalarga nima deysiz? Voy, ko'ringlar, farzand bor. Har xilda. O'shaning uchun bu juda endi boyagidagi psixologlarning yordamida chuqur o'rganib ko'riladigan narsa. Endi hayotda oxiri tushungan fuqarolar yaxshi tushunyapti. Ayb bunday ekan, bunaqa o'zgartirishimiz kerak deganlar ham ko'p. Ko'p. Men o'zimda fuqarolar bilan ko'ramiz-da, shuni ichida bo'lib, endi hamma bo'lganini eshitib turishga majburmiz. Nimadan chiqayotganini, shu xulosani chiqarib, bir nechta oilani Xudoga shukr yarashtirdik, yurishibdi, xursand bo'lib. Bir xillarda uy muammo. Boyaga bitta deganimizga teskarisi. Ikkita aka-uka, bitta kelin qizi qaytib kelgan masalan. Yashab turibdi. Muammo yo'qchilikdan. Endi bola katta bo'lgan sari u yoqqa yuguradi, bu yoqqa yuguradi, g'ash keladi. Ikkinchisi bilan shu-ku. Biza paytimizda ham bu katta-katta hovli bo'lardi. U paytda mablag'i bo'lganlar ikkita darvoza qilib qo'yadi. Devorli, bolalaring katta bo'lib, bir-biringga naqmaganda olasan degan gaplarni ham eshitganmiz-da. Endi hozir bitta uy, kichkina uyda turmagandan keyin shundan ham chiqadi. Mablag'i yo'q, alohida chiqib keta olmaydi. Kelinnikida joyi bo'lsa, unga borishga g'urur yo'l qo'ymaydi. Buning uchun nima qilish kerak? Mehnat qilish kerak. Mehnatda kuyov haqiqatda mehnat qiladigani ham bor. Lekin kelinlarni shunga chidab sabr qiladigani bor, sabr qila olmaydigani bor. Mana mashinadan mashinalar ham bizda chiqdi. Shuni sabr qilib, shunga billa yondashib, billa topib, ozgina nafsni tiyib turib, o'shalarni to'g'rilab oladiganlari ham bor. Ana shunaqalari yarashib ketyapti. Kvartiraga chiqib turib, shuni billa ishlab, kelin ham endi yordam berib, endi bolasini tashab qo'ygan ham deya olmaymiz. 3 yil dekretniy отпускada bo'lgandan keyin birinchi vazifa bolani to'laqonli meditsina jihatidan hayotga to'liq sog'lom farzandni yetishtirish. Hozir ko'pchilikda bolaga qarovchi tarbiyachini olib
chiqib ketib ishga tushib ketib pul topaman deganlarni ham men oqlamayman. Bola ondan oldida billa bo'lishi kerak. O'shandan. U tarbiyachiga ketib qoladi, unga ketib qoladi. Unga qarab bu bolaning o'sha fikri yoshligidan buziladi-da. Har doim birinchi navbatda pul, mablag' uy emas. Bu onaning vazifasi bolani rostmana sog'lom qilib jamiyatga o'ziga tarbiyalab yetishtirib berishda. O'zini yo'lga qo'yib yuborish. Shu joylarida chidamagan oilalarda ko'pida nizo chiqadi. Asosiy omillari shular. Baxtiyor aka qarang, mana shu ba'zi holatlar juda ham chigal bo'ladi. Umuman tinchmas, o'sha er-xotinlar, kelin-kuyovlar janjal. Ba'zida ko'ryapmiz, qo'y yarash deb boryapti-da, olib borib qo'yadi. Keyin o'lim. Shunaqagacha bo'lgan holatlar ham sizda bo'lganmi? Yoki shunaqa haqiqatdan ham siz ko'ra olmaysiz, lekin yarashtirishga majbur bo'lgan holatlaringiz bo'lganmi? Qanaqa yo'l tutasiz bunaqa holatda? To'g'risi ajrashinglar deysizmi yoki qanaqa bo'ladi? Yo'q, bunaqa holatda mana yangi qonun chiqdi. Tazyiq deymiz buni. Tazyiqqa uchragan kelinlar. Tazyiq o'tkazish. Bu holda tez shu narsaga e'tibor berib shuni oldini olinmasa, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Birinchi navbatda suhbatini qilamiz. Ikkala taraf chaqirib shu tazyiqqa uchragan deb ichki ishlardan inspektorlarimiz bor, ular orqali himoya orderini olib berish. Himoya orderini olib qizni, masalan, o'zingiz to'y qildingiz. Qizingiz begona joyga tushdi. Bir marta urushib tazyiq kelib uyiga qaytib keldi. Hech qaysi ona yana shu uyga o'zim olib borib qo'yaman deb aytmaydi. Mana shunaqalari bizda bir martasida haqorat bilan bo'lganlarini ko'ndirib uyiga olib borganlarimiz bitta hol bo'ldi, ikkinchi holda shu tazyiqqa uchragan. Tazyiqqa uchragandan keyin mana hozir kelib turibdi, himoya orderi olib berildi, ishga joylashtirildi, o'zini chalg'itish kerak. Bolalarini bog'chaga joylashtirib, shu uyda ota-onasining oldida turib, sal endi mana 1 oy, 1,5 oy o'zini joyiga tushyapti. Bu paytda joyiga qo'yib berish kerak. Darrov ajrimga berish tavsiya qilmaymiz. Bular endi tushib olish kerak. Buni vaqtda o'zi ko'rsatadi. Agar kuyov tarafda farzandiga nisbatan ozgina mehr bo'lsa, farzand yarashtiradi bularni. Bir adashib tazyiq o'tkazib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Shu mablag' pul topa olmay ishidan siqilib kelgan paytda ayoli menga mana bu narsa kerak deganda ham bo'lishi mumkin. Buni vaqt ko'rsatadi. O'zi vaqt davolaydi. Agar shu berilgan vaqtlarda ham bo'lmay, haligi boyiga yetgan giyohvandlikda buni foydasi yo'q. Buni ajratish kerak. Bo'lmaydi. Shu unga biz aytamiz. Bu agar mana faktlar bilan bu giyohvand mana yotqizib ko'rildi, davolanishga ham yotqizib ko'rildi, davolanishdan keyin ham kelib chiqdi yoki surunkali ichuvchi. U foydasi yo'q uni. Buni bu muassasalarda davolanib kelgandan keyin ham bo'lmagandan keyin bu bolaga yomon ta'sir qiladi, psixikasiga uyda ko'rgani bo'yicha bu ketma-ket zanjir bo'lib ketaveradi. O'shani oldini olish shu ko'rinishda bo'ladi-da. Lekin hozir aytib o'tyapsiz, mana kimdirlar murojaat qilib keladi. Kelinlar zo'ravonlikka uchraganda ayrimlar, lekin bu juda ham kamdan kam holatda uchraydigan holatda hech kim uydan shikoyat qilib kela olmaydi. Hamma kelinlar ham unday emas. Bu holatda mahalla qanday qiladi? Misol uchun bitta oila bor. Tajribamdan ko'rganman. Bitta qiz bor, boshida qaynonasi turli to'garaklarda o'qitdi. Hali kelin bo'lmagan kelinini to'ydan oldin o'qitdi. Boshida u qiz rosa xursand bo'ldi. Ha, meni u yoqda o'qityapti, meditsinada o'qityapti, buxgalteriyada o'qityapti. Qaynonam yaxshi ekan, tushunar ekanlar deb xursand bo'ldi. Lekin erga tekanidan keyin o'g'li o'zi ishlamaydigan odam bo'lib chiqdi va o'g'il uyda o'tirib, kelinni bekorga o'qitilmagan ekan. U yarim stavka boshqa joyda ishlaydi, yarim stavka boshqa joyda ishlar ekan. Va hatto o'sha bo'ynida bo'lgan payti ham 8 oyligigacha u kelinni ishlatishdi-da. 8 oylikdan keyin o'tirdi va hatto shunday holat bo'ldiki, u qiz aslida o'rangan edi, ishi sababli yetishga ham majbur bo'ldi-da. Shunga qaynona tomonidan zo'ravonlik bo'lgan va yonida turgan eri bu narsadan ayolini himoya qila olmagan. Ana, bunaqa hollar ham bor bizda.
buni himoya qila olmasligiga sabab kuyov bolani ishlamasligi. Ayol pul topib kelgandan keyin uni qo'pol qilib aytganda tili qisuvligi. Agar shunda ham qaynana aralashmasdan ham kelinni puli ko'payib, buni o'zi unaqa qilib agar o'rtada gaplarning ichida bir marta shuni minnat qilib qo'ysa ham janjal chiqib ketadi. Er xotinning o'rtasida. Bunisi ham yomon. Ana o'shanda tazyiqgacha borishi mumkin, urib yuborishgacha. Lekin qaynanani aralashgani bunga bu ham noto'g'ri. Buning uchun buni ishga qo'yib qo'ydimi, shuni o'zi avvalo bir-biri bilan baravar topgani yaxshi-da. Men ishlamasin demayman. Ayollar ham ishlash kerak. Uyda o'tirib mana 3 yil dekretda o'tirgani bilan yana ishga chiqaman degani ishlagani yaxshi. 3 yil uyda o'tirish ham bolalar bilan o'zi emas. Ozgina havo almashtirib, dunyo qarashini o'zgartirib kelish kerak. Me'yorda bo'lish kerak. Bu narsa me'yor miqdorga bog'liq. Hammasi erkak ham erkak qilib har doim stolga mushti urib, men oila boshiman degandan keyin ishlash kerak. Ishlash kerak. Men shuncha oilalarni bilaman. Hozir 4 ta bolasi bor. Ayol ishlaydi. Bolalari katta bo'lyapti. Er ishlamaydi. Ishlamaydi-da, bola puli berilardi. Bola puliga kelganda eri ishlamaganligi sababli bola puli chiqmay qoladi. Ana bu yomon. Bu yomon. Mana hozir kambag'allik reyestriga kirgani, hamma mezonlari bo'yicha qilinayotganda shunga bog'lab qo'yilyapti. Kuyov ishlamasa ham uni ishlash daromadi masalan 2,5 million belgilansa, o'zini oila a'zolariga bo'lganda 669 mingdan kam chiqsa oladi, ko'p chiqsa olmaydi. 2,5 million belgilangandan keyin oila a'zolaridan ko'p chiqadi. Kim sababchi bo'lyapti? Kuyov sababchi bo'lyapti. Bolalari, o'zini farzandlari o'ziga davlat tomonidan ajratilgan bola pulini ola olmasligiga. Endi qaynanani ham bu aralashganlari, men deb o'ylaymanki, siz aytayotgan misolingizda qaynanani menimcha endi g'ayrilgan bo'ladi. Ko'p pul topyapti, buni olib kelyapti deb yoki menga bermayapti degani bo'ladi. Har xil omili bor-da. Buni endi chuqur o'rganilsa, bunga ham 100% javob topilmaydi-ku, sal ular bilan suhbat qurganda, gaplashganda nimadanligi kelib chiqadi-da. O'zidan o'zi urib ketishi 100% noto'g'ri. Urmagan, hech qachon urmagan. Bu psixologik tazyiq doimiy tarzda bo'ladi. Qanday? O'g'li ishlamaydi, kelini ishlaydi va ishlab kelgan pulini hammasini oladi demoqchiman. Kelin o'ziga ishlatmaydi va eri ayoliga ishlatishga qaynona qo'ymaydi. Mana shunday mo'jaz. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Bu joyda aralashish kerak emas. Ha, lekin bu vaziyat noto'g'ri ekanligini va psixologik buzilish ketayotganligini mahalla o'rganadimi? Uyma-uy borish masalasi ham bor. Bor. Xotin-qizlar faolimiz har oyda kamida 10 ta, 20 ta oilaga kirib o'rganish qilinadi. Endi hamma oilagacha to'g'ridan kirsangiz ham ko'p oilalar noto'g'ri tushunadi. Ko'pincha tadbirlar o'tkaziladi. Maktab o'quvchilari bo'yicha kirganda kiriladi. Bizada maktab yoshida deymiz-ku, mana maktabdan yoshidan o'rganamiz, anaqasi bor edi. Oila, mahalla, maktab. Oddiy. Bizni kirishimizga bir sabab bo'layotgani, bolasi maktabga bormadi. Xabar bizga keladi. O'rganib bering, nima bo'ldi deb. Biz oilaga kiramiz. Oila sharoitini o'rganamiz. Nima sabab? Er xotinning orasidami, qaynana qaynataning orasidan bo'lyaptimi? Bola nimaga kelmadi? Kasal bo'lib qoldimi? Yoki uyda nizo chiqib, to'polondan jahli chiqib bormadimi? Yoki shu maktabga o'quv quroli yo'q, mablag'i yo'q, kiyimi yo'q, shuning uchun bora olmadimi? Deganimizda mana shu yerda o'rganamiz qaynana, kelin, kuyovni orasidagi munosabatlarni. Asosan shu zanjirni ushlab turamiz. Asosan yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli shuni o'rganishga xohlasak qolamasak majburmiz. Namunali mahalla bo'lish uchun huquqbuzarlik, nizoli bu oilalar, ajrimlar kam bo'lishi, olib borishimiz kerak. Hozir maktabdan bizga xabar keladi deb aytdingiz. Oliy ta'lim muassasalaridan ham xabar keladimi agar qaysidir talaba dars qoldirayotgan bo'lsa? Kamroq. Juda ko'p kelmay qolsa, mana yaqinda keldi oliy ta'limdan 2 oy mana dars boshlangandan beri kelmayotgan ekan. Bizdan ko'chib boshqa chet elga ketgan ekan. Chet elda boshqa yoqqa ham kirib ko'raman deganda o'shanda bo'lmagan ekan. Lekin tegini chaqirib o'ylaganimizda bular xabar berib qo'yamiz deb bermagan. Mana shunaqa hollari bo'ldi. Mana shunaqa hollari 1-2 ta, unaqa ko'p emas. Maktabdan ham bizada
maktab mahallamizda bo'lmaganiga yonidagi qo'shnimizdagi mahallalarga chiqib 3 ta maktabga borishadi. Hamma rahbarlari bilan muloqotda bo'lib turiladi, telefonlari bola kelmaganda xabar berishadi. Ular ham endi olib borishadi nazoratda. O'shanda o'rganilib bunaqa qilib turiladi. Maktabda sal ko'proq bo'ladi. Yoshlarni har xil. Men o'zimizda shu xabar bo'lishi bilan boramiz, birinchi uyga kiramiz. Uydan masalani aniqlab, keyin u yoqqa maktabga chiqamiz. Ma'naviyat bo'yicha, ma'rifat bo'yicha o'rinbosari, rahbari bilan uchrashib, nima ahvolda bo'lganini aniqlab diagnozini qo'yamiz. Kasal bo'lgan bo'lsa, mana anaqasini ma'lumotnomasini vaqtida olib bormagan bo'lsa, uni aytiladi. Ota-onasiga shu vaziyat ochiq oydin aytiladi. Ota-onasi oladi nazoratga, o'shandan keyin kelamiz. Lekin bo'lmaganlari ham bo'ladi. Ular bilan ham qiyin, masalan, ota-ona ishlashga chet eliga ketgan, balog'atga yetmagan, voyaga yetmagan maktab bolasi, 10-11-sinf bolasi bu yerda buvisi bilan xolasida qolgan. Hamma qonun bo'yicha harakatlarni qilib ko'ramiz, choralarini ko'ramiz, ogohlantiramiz. Bo'lmagandan keyin yoshlar yetakchisi har doim xabar olib turiladi. Vasiylik qilishini talab qilamiz. Shunchaligiga keyin masala oydinlashadi. Buvisi ham, xolasi ham bizda bo'lgan narsa. Vasiylik olishni xohlashmaydi. Nega? Quloq solmayapti, bo'lmayapti. Oxiri ona bilan Koreyada ishlayotgan ona bilan ulandik. Mana oldimga yuboringlar, kesin. Bizning mahalla faollari uni u yoqqa yuborishga bizning vakolatimiz yo'q. Shundan keyin nima qilamiz? Nazoratga qo'yamiz. Oxiri o'qituvchilari, sinf rahbarlari xabar bergandan keyin masalan 3 kun kelmadi. Kelmadimi? O'rganiladi. Uchastka noziriga yetib o'rganamiz. O'rtoqlarnikini o'rganamiz. Bittasini shuni topdik. Maktabga bir sinfga, bir darsiga bormadi, ikkinchisiga oxiri kechikib keladigan bo'lib qoldi. Kechikib kelgandan keyin uy sharoitini o'rgandik. Xolasi ham aytdiki, kechasi uyda yotmayapti, dedi. Oxiri yoshlar yetakchimiz bilan endi mayli qanaqa to'g'rimi, noto'g'rimi, o'rtoqlarini telefonini xolasidan olib, maktabdan olib, ularga endi sal aldovga borishga boshladik. Anaqa bor edi, padarka bor edi, sizlarga yaxshi yutib chiqibsizlar deb berishga majbur bo'ldik. Men bittaman dedi. Uyini uchastka nozirlari bilan, inspektor psixologlar bilan birga borib, uni o'sha joyidan olib kelib, aniqladik. Kechqurun balog'atga yetmagan, voyaga yetmagan bola, qiz ofisant bo'lib ishlayotgan ekan. Shunchalik onani mehridan hafsalasi pir bo'lgan, xolasiga quloq solmaydi, buvisiga quloq solmaydi. O'sha kunning o'zida ijtimoiy nima deymiz endi, cheklash. Endi bu bolalar uyi emas-ku, o'sha cheklash joyiga olib borib yotqizildi. Qiz bolani 3 kunga chidolmadi. Olib ketinglar dedi. Xolasi borib olib ketdi, yozib berdi. Xudoga shukr, bu misolda bola vaqtiga borib vaqtida ketyapti. Endi bunga ko'nadigani bor, ko'nmaydigani bor. 11-sinf o'qiyapti. E'tibor yo'q, onaning e'tibori yo'q. Ota ajralgan, ota chet elda yo'q. Baribir qiz. Nima qilishimiz kerak? Biz baribir buni cheklab internetga bunga joylashimiz kerak. Lekin bolaga yoqmagandan keyin eng kerakligi bola ham vaqtida tushunsa yaxshi. Ko'rsatmasin, hozir bo'lib turibdi. Yoshlar yetakchimiz har doim sinf rahbaridan xabar oladi. Uydan xolasiga xotin-qizlar faolimiz telefon qiladi. Kelyapti, ketyapti. Biz tinchmiz. Bu ham mas'uliyatda. O'sha bu joyida ushlab olmasak, o'smirlikdan o'spirinlikka bu yoqqa o'tish paytida bolalar xayoli har qayerga ketadigan payt. Mana shu joylarga e'tibor bersak, sal bo'ladi. Bugun aynan mana shu qatlam juda muammoli bo'lib qolgan. Maktabni 7-sinfdan tepa qismi aynan ham muammo, ham bir dolzarb masalalarga aylanib qolgan kun sayin va mana shu holatda yoshlar yetakchisi bilan inspektorlar qanday faoliyat olib borishyapti? Baribir yoshlarga ikkala taraf ham bog'liq. Mana uchastka nozirlarimizga maktablardan tushgan huquqbuzarliklar bo'yicha, boyagi yana giyohvandlikka qaytamiz, kompyuterxonalarda ko'pini tekshirib ushlashadi, aniqlashadi. Bizdan bo'lgan bo'lsa, yoshlar yetakchisiga 14-30, 14 yoshdan 30 yoshgacha bu yog'i xabar beriladi. Bilga o'rganiladi. Nima? Yana boyagi zanjir boshqa talab keladi-da. Oilaviy sharoiti, nima deymiz, nazorat bo'lmaganligi, hammasi o'rganilgandan keyin choralarni ko'rishga majbur bo'lamiz qonun doirasida. Qilmasak bo'lmaydi. Eng ko'pi mana shu chiqib ketayotganlari juda qiyin. Mana xudo ko'rsatmasin, boyaga aytayotgan misolimda kim bunga anaqa beradi 100%.
ofitsiant bo'lib ishlayapti, mayli o'zim uchun pul topyapman, o'zimni boqaman, otam tashlab ketgan, onam u yoqda deb aytishi mumkin, xafa bo'lib. Lekin hech kim garantiya bera olmaydi o'sha yerda boyagi salbiy ta'sirlarga uchrab, boshqa yoqqa qadam qo'yib giyohvandlikkacha kirib ketishiga yoki boshqa nojo'ya xabarlarni qilib, mana o'g'riliklarga, boshqa narsalarga, tazyiqlarga uchrab ketishiga kim? O'shaning uchun o'sha vaqtida ushlab olsak bo'ladi. Buning uchun 7 lik o'zini yo'nalishi bo'yicha yuklatilgan vazifalarni qonun doirasida to'g'ri hal qilib turishi shart. Ana shunda mahallani qamrovi yaxshi bo'lib, o'sha hamma yoshligi, katta, kichkina yoshligi to'g'ri bir xil oilalarda bizda rus oilalarda bor ichkilikka berilgan ota-ona. Bola uni ko'rgandan keyin pishib ketib uydan chiqib ketadi. Tarki dunyo qiladi. Bularga endi uchastka noziri bilan qat'iy chora ko'rilib, bola o'zi qolsa yo qarindoshlari bo'lsa vasiylikni rasmiylashtirish, bo'lmasa internet bu yoqqa joylashtirish, boshqa yo'llarga kirib ketmasligining oldini olish. Boshqa iloji yo'q. Oila mavzusiga ikkita zarur savolim bor edi. Dolzarb. O'sha ajrim bo'ladigan bo'lsa yoki oila tinchligiga, oila farovonligiga 4 ta shaxs deylik, misol uchun ota-ona, kelin-kuyov eng asosiysi personajlardan. 4 talasidan eng asosiy katta rol kimda? Tinchlikni balansni ushlaydigan. Nima deb o'ylaysiz? Bunaqa foizga bo'lib ko'rmagandik-ku, albatta ota-onada to'g'ri yo'nalish ko'rsatish kerak. To'g'ri yo'nalish ko'rsatish kerak tarbiyaga bog'liq. O'sha chiqqan muammoni katta nizoga yetilib bormasdan yopishi, to'g'ri yo'nalishini ko'rsatib, ota-ona shuni iloji boricha joyida isbotlab berish kerak. Qo'yver, ketsin bir hafta uyiga, ko'raman onasinikiga sig'maydi, qaytib keladi degan maslahatlarni bermasligi kerak. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. Oyisini uyiga ham sig'maydi, ketursin deydi. Yoki men bitta bunisi uni kelin taraf sani qadringga yetsin, mundoqiga bo'lmaydi, bu to'g'ri kelmaydi. Ota-onaga bu ikkita yoshi o'rtasidagi chiqqan nizo agar bularning orasida bo'lsa, agar chuqur analiz qilsa, ularga chetdan yaxshi ko'rinadi. Har doim mana ikki kishi urushyaptimi, bir-birini eshitmaydi. Eshitmaydi. Buning uchun ularni sovutish kerak. To'xtab tur. Ozgina bu yoqqa o't, to'xtab tur. Farzandga bunday qarab tur, chalg'itish kerak. Chalg'igandan keyin ko'pchilik hollarda bo'ladi, haligi kuyov ham o'zi kuladi. Nima qildim men deydi. Mana shu joyiga e'tibor berish kerak edi. Mana shu joyda meni fikrim, shaxsiy fikrim asosiy rol balansda ishlaydigan kuyov bolami deb o'ylayman. Menimcha, agar kuyov bola mulohazali, ziyrak bo'ladigan bo'lsa, mana baribir kelin tomonining ota-onasi nimalarni deyishi mumkin. Kuyovning ota-onasi kelinga xo'pdi, mayli sabr qil, yaxshi bo'lib ketadi deb shunaqami deb o'ylayman menimcha. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa qaraysiz? Lekin agar alohida uyga chiqib, alohida kelin-kuyov farzandi bilan turgan bo'lsa, kuyov bola o'sha yerda yopish kerak. Agar billa turgan bo'lsa, kuyov ikkita olovning o'rtasida. Bundan boyiga ziyraklik aytayotganingiz bo'yicha chiqib keta bilishi, ko'rish kerak, bilish kerak. Ozgina o'quv bo'lish kerak, psixolog bo'lish kerak. Lekin ko'pchilik holatda kuyov yo ota-ona anaqasiga o'tib ketib qoladi, kelinni ayblab ketadi, urib mustaqil fikr bo'lmay qoladi. Ikkita olovning o'rtasida. Tarbiyalagan ota-onasi. Yigitlarimiz ham bo'shashib ketyaptimi deyman-da, borgan sari. Mana shu yerda psixolog bo'lish kerak kuyov. Chunki o'rtadagi ko'prikni asosan kuyov kishi boshqaradi. Chunki ota-ona shikoyat qiladi, o'g'lidan. Kuyovning uyida, o'zini uyi, buni uyida. Bunda ves kattaroq, anaqasi kattaroq. Lekin ota bor, ona bor. Ko'pchiligiga aytamanki, otaga qarshi borib, agar onaga qarshi bo'ladigan bo'lsa, bu janjal to'xtamaydi. Davomi birinchi o'rinda shu yigitlarimiz sal dadilroq bo'lsa, bo'shashmasa, avvalo yaxshi qiz topish kerak deb o'ylayman. Oila qurishga surishtirib, bilib, sevishib deydimi? Undan keyin oila muhitini balansda o'zi qo'lga olish kerakmi deb o'ylayman-da. O'sha ota-onasiga to'g'ri tushuntirib, nimadir xato qilsa kelin, yosh, mayli o'zim o'rgataman deb yoki kelin ota-onasiga xavotir olmaylar, o'zim qarayman deb. Ha? Nima deysiz? Vaqt davolaydi-da bu narsa. Vaqt davomida bo'ladi-da bu narsa. Bizga yoshligimizdan o'rgatishgan. Student bo'lganmiz,
maktabni bitirgandan keyin masalan o'qitishgan, endi yemay yedirishgan desangiz ham endi katta anaqa bo'lsa ham haqiqatda shunaqa bo'lgan. Institutga kirgandan keyin mana shu aytayotgan fanlarni hammasini o'rgatgan. Shu yerdan hozirgi bolalar uni o'qimaydi. Qaramaydi. Lekin psixologiya o'rgatilgan. Hamma fanlar bo'lgan bizda ham o'sha paytda. Eng kerakligi hayotga tayyorgarlikni ota bolaga to'g'ri tayyorlab berish. Misol uchun aytaman, arzimagan narsa bo'lsa ham, masalan, o'qishga kirdi. Yaxshi o'qisa stipendiya olardi. Stipendiyasidan o'zini ozgina ovqatlanishiga, bu narsasiga olsa, keyin ota aytganki, bizga shunaqa deyilganda, tarbiya shunaqa bo'lgan. Endi o'g'lim oylik olibmi yoki stipendiya olib kelsa, uyga bitta non olib kelgin deydi. Sekin olib keladi. O'rganib. Bolaga tashab qo'yish kerak emas demoqchiman de. Shunaqa qilib, oxirida kattaroq narsani, bola ham tayyorlanadi shu narsaga. Ro'zg'or degan narsa bor. Shu ro'zg'orga uydagilarning ham shu tayyorlashi bor. Hamma narsa bo'lgandan keyin endi sen bola chaqali bo'lding, endi ro'zg'oringni tort deyisha, kelin kuyovni ota qaynonani bilan orasidagi nizoga olib keladi. Tushunmovchilikka olib keladi. Nizo nimadan chiqadi? Bir-birini tushunmaslikdan chiqadi. Yig'ilib ketaveradi. Nizoda mana bir-biri qarindoshlarning o'rtasida kattalar o'tib ketgandan keyin yerni ajratish ham nizo. Ajrim ham nizoga kiradi. Nizo bo'lib ajrimga keladi baribir. Bu ham shudi. Mana bunisi bor, bunisi bor. Juda qiyin. Buning uchun men yoshlarning o'rtasida shu yaxshi psixologlar bilan to'ydan oldin yaxshi shu darslarni berish kerak edi, master klasslarni. To'g'ri, endi mensimaydiganlari ko'p, yoshlarni ham shu tushunchasini olgalik shuni qilish kerak. Tayyorlash kerak. Boyaga aytayotganingizdek, surishtirib, uchrashuvni iloji boricha ko'proq qilib, xalaqit bermasdan, ikki yosh bir-birini xarakteriga tusha olaydimi, tusha olmaydimi? To'g'ri keladimi dunyo qarashi? Kelmaydimi? O'shalarning hammasi, hozir hammasi har xil bo'lib qolgan. Ruscha bo'lsin degan, ruslashgan bo'lsin deyapti. Ularda ko'proq psixologiyasi, dunyo qarashi kuchliroq, uyda o'tirgan qizlardan deb o'zbekcha har xil dunyo qarash bor bolalarda. Bir xillariga yetib tanbeh beraversa, sen ham tug'ilganingdan sira shunaqa bo'lib qolmagansan-ku. Tarbiya olgansan. Xo'p, yaxshi o'qiganingdan keyin rus maktabga berilgandir. Hozir mana ko'pchilik rus maktabga beradi. Talab yoki xususiy maktablarga berishadi, xususiy bog'chaga beriladi. Xususiy bog'chada ingliz tili, rus tili, bolalar hammasi rus tilida gaplashadi. Men oddiy telefonda o'rganib ham 2 yashar bola ruscha chiqib ketyapti. Ovozi eshitganida, tutini olib, tutiga ham gapirib tursangiz, u ham gapiradi. Ana o'shani vaqtida yoshiga qarab to'g'ri tarbiyani berib olish o'shandan boshlanadi-da. Ikkinchi maktabda katta e'tibor berish kerak. Iqtidorli bolalar bor. Iqtidorli bola 8-10-sinf o'qiyaptimi? O'tda darsini, temasini yaxshi biladimi mavzusini? O'tda o'tirish zerikarli. Ana unaqaga lider o'quvchilar yaxshi unaqa deb ularga alohida qilish kerak. Oldin bu inson huquqlarini poymol qilishga kirardi. O'sha paytda ajratmasdandirdi. Bola yaxshi o'qigisi kelsa, buni hammasini bilsa, tasdiqlansa, o'qituvchilarning tomonidan baholansa, tan olinsa, nimaga отдельно qilish kerak emas? Alohida qilish kerak. O'qitish kerak. Ana shulardan yaxshi davlat uchun foydalilar kelib chiqadi bolalar. Buni olish kerak, buni qilish kerak. Maktabning o'zidan chiqadi. Endi bog'chadan ham bilinadi deydi, bunga endi katta psixolog qarab bilib beradi-da bu narsani. Ana o'shanda bolalarning dunyo qarashi tarbiyalanib kelib boraveradi. Mustaqil fikrga ega. Mustaqil fikrga eng kerakligi shu, ana shu eng kerakligi mahalladagi mana shu nima yurtboshimiz nima deyaptilar? Mahalla namunali bo'lish uchun huquqbuzarlik, jinoyatlikdan xoli, ishsizlikdan xoli, ajrimdan xoli. Ana o'shandagina mahalla namunali bo'ladi. Buning uchun olib borish kerak, ishga olib borish kerak. To'g'ri, bir xil mahallada kam ta'minlangan desangiz, boshqa mahallada kam ta'minlangan bilan solishtirsangiz, bu uni oldida o'rta hol o'ziga to'q odam deb ham hisoblanadi. O'shaning uchun bizga gapiramiz. Mahalla kesimida bir-birini orasida olib, psixologiyasiga qarab, shuni tushunib, o'sha yerga davlat tarafidan, homiylar tarafidan berilayotgan hamma yordamlarni manzilli, maqsadli qilib yetkazib berish bizning vazifamiz. Agar manziliga maqsadi bilan borsa yaxshi. Lekin tushunmaydigan bo'lib, boqimandalik yo'liga o'tib oladiganlar bor. Unga o'tib oladiganlardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu bo'ldi, menga beryapti.
homiynikini olib kirib beryapti. Davlatga aytsam, men bunga tushyapman, davlat beryapti. Bu bilan bu jamiyat to'g'rilanmaydi bunaqada. Bu haligi oila bu yaxshiligiga olib kelmaydi. Undan battar botqoqga botib yotaveradi. O'shani ajratib olish hammasi, men o'ylaymanki, jettilikni ancha bitta katta hissasi qo'shilishi kerak. Albatta. Bu narsaga. Baxtiyor aka, mana shu ajrim bo'yicha oxirgi savolim shu hurmatli kuzatuvchilarimizga aniq lo'nda bitta ma'lumot berib keting. Hozir boya gaplashganimizda aytib o'tdingiz, tazyiqqa uchragan kelinlar uchun, ayollar uchun himoya orderi beriladi. Unda bilishimcha qanaqadir knopka bo'ladi, qo'riqlash xizmatigami, nimagadir? Yo'q. O'shani to'liq ma'lumot bering, qanday bo'ladi, nima qo'yadi, qay hollarda olinadi? Qo'riqlash sudda tashvish tugmasi deyiladi. Tashvish tugmasi nizoli oilalarda tez bo'lishi uchun mana biz ham hozir 60 dan ko'piga qo'ydirganmiz. Bir xil vaziyatda qo'yiladi. Qachonki mana ko'p qavatli uylarda turganda, xoli joylarga kelib, har xil begona odamlar kelganda, odamlar chiqsa urushib ketmasin, samas o'zini unaqa qilmasin deb o'sha yerdan uyidan ham turib, o'shani bossa 4 minut ichida Milliy gvardiya yetib keladi. Ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, tasavvur qiling, bitta hovli, ikkita oila. Bitta oilada bizda bor narsa-da, hozir aytayotganim sizga. Bitta oilada onadan qolgan 12 kishi bor. 50 ga 50 bo'lingan. Bittasida 2 kishi. Ona qizi qolgan. Navarasi chet elda endi o'qishda. Bularning orasida har doim devorni olish bo'yicha muammo, nizo. Devor yo'q, bittasi bunday qilsa, chiroqqa pul to'layman desa, unga qilsa nizo chiqaveradi. Oxiri ma'muriy jazogacha boriladi. Urushib ketadi, haqoratga boradi. Endi o'shani oxiriga yetmaslik uchun tashvish tugmasi qo'ydiriladi. Tashvish tugmasi Milliy gvardiya tomonidan qo'yilgandan keyin bularda janjal bo'layotgan paytda bosishda 4 minutda keladi. Milliy gvardiya faqat ajratib qo'yadi. Keyin uchastka noziri kelib, sababini aniqlab chora ko'riladi. Bir-biriga haqorat qilgan bo'lsa, haqoratini ma'muriyga oshirib jazo ko'riladi. Mana, urush osdilarmi? Qani cho'ntagingdan pul to'la bo'lgan. O'shanaqa necha marta ko'riladi. Bu himoya orderi degani inspektorlar xabar olib turib, bu yoqda 1 oyga beriladi. U yerda tashvish tugmasi endi shu o'zidan keyin ko'pchiligiga billa yashattirmaydi. Yashattirsa ham shu tashvish tugmasini ham qo'yish mumkin, u choralarni ko'rish mumkin. Endi urgandan keyin birinchi gal urib, uni mazasini ko'rgandan keyin yana boshqacha chuqurlatib ketishida hech kim bunaqa bera olmaydi. 100% qilib. O'shalarni oldini olishga bu ishlar qilinadi. Himoya orderi tazyiqqa uchradi, qay tartibda olinadi va qanday ko'mak beriladi ayolga? Ichki ishlar organlaridan ayol inspektorlar bor. Inspektorlar kelib o'rganiladi, uy sharoitini o'rganadi. Bolalarni bilan ishxonasi hammasini o'rganilib, olgan jarohatiga qarab himoya orderini belgilaydi. 1 oy ichida undan xabar olib turiladi. Agar kerak bo'lsa, onasininkiga borganda ham himoya orderi bilan tasdiq qo'yiladi. Qarab turiladi, xabar olinadi. Endi 1 oy muhlatda. 1 oy muhlat. Bu endi ko'proqga bo'ladigan narsa shu 1 oy shu o'rganib turiladi. Shu 1 oy ichida ham o'zi ko'rinadi-da. Endi buni ko'paytirsa ham yaxshi bo'ladi. Uni o'sha nazorati bo'lgandan keyin demak, erkak ham unga qattiq gapirmaydi ayolga, to'g'rimi? Endi mana ikkita holda bo'lyapti. Himoya orderi bizda ikkitasi bor. Himoya orderi qo'yilgan, bittasi oilada ko'p endi ishsizlik, ichuvchilar bo'lganda ham bor. Bittasi shu ikkinchi turmushi bo'lgandan kelisha olmay qolgani bor. Kameralar bilan, isboti bilan urganlarini hammasini qo'yilgandan keyin, yaxshi chuqur o'rgandan keyin beriladi. Endi yuqoridagi mutasaddilarimizdan ham aytilgan, haqiqatda to'g'ri bu narsa. Shunaqa tazyiqqa uchraganini boya aytganimdek, har bir ona yana o'sha yoqqa olib borib qo'yishga o'zi qo'rqadi. Shuning uchun o'ziga olib, bu onani uyiga kelib turgan kelinga ham tazyiq o'tmasligiga choralar ko'rib xabar olib turiladi. 1 oy. Bo'lmaydigandan keyin baribir ajrimga boradi. Agar bitta holatni ko'rgan edim, kelin qaynotasidan shikoyat qilgan va qamataman deb shantajlik qilgan o'zi ayol kishi. Keyin shunaqa holatda bosti bo'lish uchunmi bilmadim, orden berilgan. Agar ordenda ishlatish uchun yana bir marta shunday holat kuzatilsa, qaynota nima 15 sutkaga qamaladimi, nima bo'ladi? Yo'q, buni o'zidan o'zi 15 sutkaga qamamaydi. Haqorat qilgan bo'lsa, haqorat yozuvlari, video tasmalari bo'lishi kerak. Agar urgan bo'lsa, uni
meditsinaga borib hamma xulosalarini olgan bo'lishi kerak. Hamma yegan jarohatlari hammasi o'shanga o'zining anaqalari bor, talablari. Mashinga tushganda qilinadi deb, keyin buni sudga olib kirganda isbotlansa, birinchi endi agar ikki taraf kelishsa, bo'ldi kechirdim desa, u bir nov. Ikkinchisi kelishmadim desa, aniqlanganda sud tarafdan ma'muriy jazo. Birinchi shtraf solinadi, jarima solinadi. Katta jarimasi 2-3 martada bo'lmagandan keyin ham keyin o'sha aybdor tarafga qamoq. 3 kunga, 5 kun, 15 kun. Bu narsa alimentda ham bor. Alimentni ham vaqtida to'lamaydigan bo'lsa, kelin yozib bersa, birinchi ogohlantirish, ma'muriy jazo, keyin qamoqqa olib boriladi. 15 sutka, 6 oygacha olib boriladi. Pulini katta bo'lib ketganlari ham bor. 10 millionlab to'lamayotganlar ham bor-da. Mana bularni kelib hammasiga choralarni ko'riladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa undirmasa bu hol qiyinda. Endi shunaqa oilalar borki, ikkita ayoli ofitsialniy ikkita ayoli ko'rgan, ajrashgan, ikkita ayoliga aliment to'laydi. Yetkiza olmaydi. Ikkalasi ariza yozadi. Undan undiriladi. Hammasi bu narsalar bizning vakolatimizda emas, qonun bo'yicha sud hal qiladi. Baxtiyor aka, uzr. Baxtiyor aka, mana bu bugungi kunda shu televizorda qo'yilayotgan kino seriallar. Oila, muammo. Qanchalik o'zimizda real hayotimizga o'xshaydi, qanchalik o'xshamaydi? Foiz ayting qani? 50 juda ko'pirib chiqqanlari ham bor. Juda anaqa bo'lib ketadiganlari ham bor. Lekin bir xillarida haqiqatda ta'sirchan joylari bor. Endi boyagi teletomoshabinni dunyoqarashiga yetkazib bora oladigan talantli kino rejissyorlar bor, artistlar bor, aktyorlar bor. Tug'ma aktyorlar bo'lardi. Gapini o'zida gapirganda ta'sir qildirib qo'yadigan. Bir xillarida eshitsangiz charchab ketasiz. Ovozidan, ovozi yoqimli, yoqimsizligidan. O'shani o'zidan odam charchaydi-da. Shuni ta'sirlantirib kirgizib beradigan aktyorlarniki bor. U ta'sir qiladi. Bor. Ayrimlari shu prosmotr uchun qilinadi, lekin ichida baribir kichkina holatni katta qilib ko'rsatadi-yu, lekin haqiqat bor ichida baribir. Qaysidir holatni olib chiqishga harakat qilishadi, faqat prosmotr uchun uni bo'rttirishadi. Me'yor bo'lish kerak. Hamma narsani me'yori bo'lish. Me'yordan ortiq narsa zararga o'ynaydi-da. Zararga o'ynaydi. O'shaning uchun men o'ylayman, tabiatdagi butun hamma sohada, hamma narsada, dori ichishda ham oddiy bir stakan suvni ichishda ham organizmingizga yarmisi talab qilayotgan bo'lsa, bir stakan ichsangiz u ham zarar. Me'yorda, bekorga chiqilmagan. Tabiatda 5 ta qonuni bor. Bittasi me'yor miqdor. O'shanga qarab shu qonunlarga rioya qilinsa, diniy tarafdan ham, ilmiy tarafdan ham shu hammasi bir-biriga to'g'ri keladi. Keling, mana shu mahalla faoliyatini endi deylik 2-3 yil oldin qanaqa edi, hozir qanaqa? Qanday o'zgarishlarni farqladingiz? Mana menga endi 3 yil bo'lgan bo'lsa, faoliyatimga boshlaganligida. Endi biz ketma-ket shu sharoitga tushdikmi? Rais bo'lganimizdan biri davlat tarafidan faqat yordam kelyapti. Biz shu jarayonga tushdik-da. Oldingi paytda turib qolib, keyin bunaqa emas. Men o'zim sezganim, ketma-ket resurs berilyapti. Bu 7-likning o'zi kuchli-da. Keyin mablag'ingiz bo'lsa hech narsa qila olmaysiz. Eng kerakligi boyiga aytayotgan 10% mablag'. E'tibor. Yuqoridan oldin tekshirish uchun tushilardi. Negativ toshib uchun tushilardi. Hozir mana vazirlar mahkamasidan, administratsiyadan kelishyapti. Nimaga qiynaldik? Nimaga kuching yetmayapti? Qaysi resurs? Mana jinoyatchilik ko'payib qoladigan bo'lsa, uchastka noziriga, undan boshlig'iga yordam ber, kuchaytir. Shu yordamlar bo'layotgani sezilyapti. Bor-da bular. Va haqiqatda bo'lyapti bu jarayonda. Keyin men o'zim amaliyotchiman-da. Har doim nazariya bilan amaliyot bir xil billa borish kerak, yonma-yon. Nazariy chiqqan qonunlarni yoki anaqalar chiqqani bo'lsa, buni jarayonga olib tushganda bir ikkita to'g'rilaydigan joylari chiqadi. Ana o'shalarni biz etsak, mutasaddilarga o'shalarni yana o'rganilyapti. Mana shu huquqbuzarliklar bo'yicha, jinoiy ishlar bo'yicha universitetlar bor, kelishadi. Nima muammolar bor deydi.
mana yozilgani bo'yicha bundoq o'tgan ekan. Shunga mana buni jarayonda mana bunaqa bo'lyapti. Shuni o'rganib, sizlarning maslahatinglar bilan mana bunaqa o'zgarish kirsak bo'ladi degan joylarida inobatga olishyapti. Bu yaxshi. Yo'q deb ketkizishingiz ham mumkin. Yo'q deb asoslab berishingiz ham mumkin. Lekin fikrimizni eshitilyapti. Fikrni eshitilayotganning o'zi katta bir gap. O'sha bilan bir bo'ladi-da. O'shanda rivojlanish bo'ladi. Shu amaliyot bilan nazariya bir-biri bilan baravar borganda hammasi oxiri mana shu qilinayotgan ishlarni natijasini ijobiyligi yoki qoniqarsiz chiqishiga ta'sir qiladi-da. Men o'ylayman shu. Hozir shu narsalar eshitilib, ko'rsatilib, yordam berilayotgani yaxshi bo'lyapti. Tezroq, oldin bitta fikringiz bo'lsa, tepaga chiqib, olib borib, gaplashib, buni qo'yib, xat yozib ko'nishcha, bular o'zi oldimizga kelyapti. Endi katta mutasaddilarning oldiga kira olmaysiz. Kirish uchun vaqtda bular o'zi kelishyapti. O'sha kelgan paytda etib, faqat bizdan shu narsani asoslab berishingiz. Haqiqatda men buni oldiga boruvdim, men bu oiladagi kuchingiz yetmayapti. O'zi bor. Mana bizga yetilgan, poyiga yetganim. Shu uyni bo'linishi. Biza maslahat beramiz, imom xatiblarni olib kiramiz, komissiyalar o'zi bilan, yarashtiruv komissiyalari bilan gaplashamiz, bo'lmadi. Buni hammasini qilib ko'rganimizdan keyin qonun tartibida sudga murojaat qilamiz. Yoki birinchi kadastrga, yer bo'lish bo'yicha kadastr xodimlarini o'rganib, baribir sudga chiqqanda sud o'zi hal qilmaydi, bu bo'linadimi, bo'linmasligini. Kadastrdan mutaxassislarni chaqiradi, ekspertizadan chaqiradi. Ularni xulosasiga qarab sud ajrim chiqaradi. Ana o'shandan keyin to'xtaydi. Mayli, bir marta apellyatsiyaga berilar, kassatsiyaga berilar. No, ma'lum vaqt o'tsa ham, haligilar o'zi bir-biri bilan haqoratlar bilan joy chuqur kirib ketmasdan shu masalaning yechimi topilishiga olib keladi. Ozgina vaqt ketadi. Endi o'zi qanaqa bilasizmi? Bu narsani agar ota, ona, kelin, kuyov, mahalla faollari, biza yoshlar bo'lsa, yoshlar yetakchisi bular gaplashamiz. Buni shu yerda hal qiladigan bo'lsa, mahallaga chiqarib yubormaslikka harakat qilamiz. Mahallaga chiqib ketgandan keyin baribir har xil gap so'z tarqalsa, boyiga yarashiydi deb turgan oilaga salbiy ta'sir qiladi. O'sha joyi yomon. Bu yerda nihoyatda nozik narsa, o'sha imomlar bilan ham, otin oilalar bilan kelganda juda oxirrog'iga, chuqurrog'iga borib qolganda, bizani kuchimiz yetmaganda ularni ham chaqiramiz. Agar dinga berilib ketgani bo'lsa, mana domlalarimiz, ayol kishi bo'lsa, otin oy o'zini maslahatini beradi. Chuqurlashib ketganlari ham bo'lib qoladi-ku. O'shanaqalarga maslahatini berishadi. Ular tarafidan. Ilmiy tarafdan bunaqa qilamiz. Agar ilmiy tarafdan bo'lsa, psixolog chaqiramiz. Psixolog ham gapiradi, hammasini o'rganadi. Mahallada psixolog bormi? Endi biz o'zimizdan, mahallada yashovchilardan chaqiramiz, bo'lmasa hokimiyat yordam beradi, hokimiyatdan chaqiramiz. Hokimiyatda ayol, xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari, hokim o'rinbosari borlar, ularni chaqiramiz. Ular psixologlarni chaqirishadi, borlarini, ular kelib yordam berishadi. Ular ham chuqurroq analiz qilib, ko'rsatib, bilmagan joylarni o'rgatib ketishadi. Boshqa iloji yo'q. Endi shu yordamga baribir nima qilamiz, lekin qachon desak kelishadi, yordam berishadi. Ana endi ekologiya mavzusiga o'tadigan bo'lsak, men bitta savol qiyin edi. Xo'p, mana shu shaharda obodonlashtirish joyida bo'lmasa, chiqqanda bo'lib ketgan bo'lsa, daraxt kesilayotgan bo'lsa yoki ekilmayotgan bo'lsa, hammasiga ekologiya vazirligi mas'ul emasdir. Men o'ylashimcha, mahalla har bir Toshkentda yoki butun O'zbekiston har bir qarashchiri qaysidir mahallaga qaraydi, to'g'rimi? Shu mahalla faollari birlashsa, jamiyat birlashsa, o'sha chiqqanda to'kilgan joyda obod qilish mumkin, to'g'rimi? Daraxt kesilayotgan bo'lsa, ko'paylashib kim kesyapti? Nima kesyapti? Kurashish mumkin. Bo'sh joy bo'lsa, daraxt ekish mumkin. Siz qanday qaraysiz bunga? Bu mavzuyingiz, bu muammo har bitta fuqaroni mas'uliyatida bo'lishi kerak. Har bitta fuqaroni. Qarab turamiz, kameralar o'rnatamiz-ku. Sal ozgina narsa yig'ilib qolgan bo'lsa, musor tashlashni boshlashadi. Sal nariroq yursa, o'sha musor yig'ish joylarimiz bor. Specialni qilingan mahallada bizda bitta o'shanga erinadi. Yoki bolasidan berib yuboradi ko'p qavatli uylarda. Bolasi borib otib olib keladi. Endi biz majbur bo'ldik, tushuntirish ishlarini olib borib, shunaqa joylarga kamera qo'yib, mahalla guruhimiz bor. Biz ishni nimadan boshlaganmiz? Birinchi bo'lib mahalla guruhini kirganmiz, 1080 ta a'zoyimiz bor o'sha yerda. Hammasiga iloji boricha yetkazamiz-da. O'shani
ota-onasiga birinchi aytamiz. Yana keyingi yil tushdimi yoki o'zi kattaroq yoshga tushdimi, guruhga tashlaymiz. Uyaltirib. Darrov unaqa bo'ladi. Nima deydi? Qayta impuls bo'ladi, fuqarolarimiz yozishni boshlaydi. Yetib, endi shu yaxshimi, mana bunaqa uyalib nechtasi to'xtatib qo'yganlari anaqasi yaxshi bo'ldi. Ijobiy bo'ldi, ta'sir qildi. Daraxt kesib o'tganlarda ham hammasi ko'pchilik keladi, shoxi egilib ketgan, uni tartibini tushuntiramiz. Endi tartib bo'lgani yaxshi. Hammasi o'z holicha ko'chadagi daraxtlarni kesib tashlayverish ham bo'lmaydi. Mana hozirgi paytga butalash to'xtadi. Oldingi oyda bor edi, inson hayotiga xavf keltiruvchi daraxt shox-shabbalarni egilganiga fursat berishdi. Obodonlashtirish, tuman obodonlashtirishimizdan o'dan berib ancha joylarni tekislab, shu egilib turganlari endi qor yog'sa, yomg'ir yog'sa og'irlashib sinib tushishi mumkin. Bolalar o'yingohiga tushishi mumkin, fuqarolarning ustiga tushishi mumkin. Shunga muhlat berildi, olindi. Endi hozir daraxtlarni bargi tushgandan keyin qaysi qurigan, qaysi qurimagan, faqat ekologiya uni isbotlay oladi. O'shaning uchun fuqarolarning o'z boshimchaligiga yo'l qo'ymaslik uchun butalash to'xtatildi. Bahor mavsumi kelganda qaysi daraxt ko'karmasa, qurigani bo'lsa, ana ular ham olinadi. Lekin qor yog'ib, egilib qolganlari bo'lsa, uni xabar berilsa olinadi. Shunda ancha shahar bizning mahallada shu narsalar joyiga tushdi. Birinchidan chiroylilashadi, ikkinchidan mana shu vaqtida olib qolinsa bo'ldi. Endi daraxtlar ekishga kelganda hozir mana kechadan bizda mahallada tumanda yashil makon tadbiriga start berildi. Birinchi navbatda hozir manzarali daraxtlar. Endi mana keyingi yakshanbaga xudo xolasa mevali daraxtlar ham uyquga ketgandan keyin mevali daraxtlarni ekish. Bu yerda endi bitta ekishga yaxshi qarashiladi. Tadbirni kambag'allarga ham, hovlisi borlarga ham hovlisiga beramiz. Yetishtiradi, qarab turadi. Endi ko'chada bir xil suv chiqmagan joylarda bu yozda to'g'ri tan olish kerak, ancha qiynaldi, daraxtlar kuyib ketdi. Suv berganga ham chidolmadi, kun issiq bo'ldi. O'shanga hozir suvga yaqin joylarga kanallardan suvni chiqarib sug'orish sistemasini yaxshilash. Endi sal qimmatroq, men o'ylaymanki, hozir mana shu mahalladagi mablag'dan yoki homiylar tarafidan ko'chani boshlariga artizan texnik suvni chiqarishimiz. Ana shuni texnik suvni chiqarib, hozir mana endi qo'rqmasdan eksak bo'ladi. Oldida yog'ingarchiliklar bor, bir ikkita sug'orib tursak tutib oladi. Bahorgi yashil makon tadbiriga endi yozda o'tish kerak. Eskilarning gapi bor. Ekilgan mevali daraxt bahordagi chilladan o'tmasa hisob emas. Ko'karib turgan bo'lsa ham chilladan o'tsa hisob deyiladi. Ana o'shanga tayyorgarlikka hozir bel bog'layapmiz. Shu ko'chamizni, namunali ko'chalarni, boyaga aytdim, mahalla raisining birinchi vazifasi mahallani obodligi. Ko'chalarni daraxt bo'lib, ko'kamzor bo'lib, gulzor bo'lishi. Oldin hammasi anaqilar, shunga erishish. Bu endi mablag' talab qiladi. Shu mablag'i endi homiylarimiz ham, mahalladagi tadbirkorlar ham ancha o'zi tushunib yetyapti. Yordam ancha kuchaygan bizda mahallada. Oziq-ovqatdan ham har xil tarafdan berish bizda yaxshi yo'lga qo'yilgan. 3ga bo'lib qilamiz biz o'zi. Birinchi navbatda kam ta'minlanganlarga beramiz, keladi, tarqatamiz. Oyoq kiyimmi, oziq-ovqatmi u keladi. Ikkinchi navbatda yotag'onlarga olib kiramiz, xabar olib chiqamiz, birma-bir yurib ro'yxat qilingan. Uchinchi navbatda mahallada katta yoshliklarimiz bor. Mana bitta 99 bu yil 100 ga kirdilar, bittasi 97, ularni aylanib ko'rib chiqamiz. Xabar olib, xursand bo'lib ketishadi. Ular shunga narsaga zo'r emas, e'tibor kerak. E'tibor. 4-kategoriya esa shu mahallada faol ishlab o'tib ketgan faollarning oldiga kiramiz. Shu bahonada boyaga yana masalaga qaytaman, shu oilani sharoitini o'rganib chiqib ketishga harakat qilamiz. Men siz oilangizni sharoitini o'rganib keldi desa, u yoqmaydi-da. Mana bu bahona bilan kiramiz, ana o'shanda kelin tushurdingiz, yaxshimi? Uzatuvdingiz qizingiz yaxshimi? Xotin-qizlar ham kiradi-da. O'ziga kerakli tema bo'yicha so'rab oladi. Boya shuni aytaman deb mana qo'yma. Mana shu bitta bahonada bizga ham. Yo'qsa hadib kirib ursangiz ham bo'lmaydi. Mana yotag'onga kirganingizdan keyin so'rasangiz, bolalar kelib turishibdimi, unisimi anaqa desiz, o'zi ayol kishi o'zi ochilib ketadi. Birinchi pozitiv bilan uyingizga yotag'ondan yoki katta yoshlikdan yoki bundan xabar olishga keluvdi desangiz, haligini o'zgaradi. Ta'siri bizga nimaga kelganimizdan. Ana undan keyin bizni so'ramagan narsalarni o'zi gapirib beradi ko'pchiligi.
mana shunaqa bo'ldi, endi qizimni uzatuvdim, oilasi sal bo'lmadi, mana bunaqa bo'ldi, o'zi gapirib beradi. Ana shunda bizani yettilikni, xotin-qizlarni, yosh yetakchilarni ana Birdaniga o'zini anaqasiga tushunishadi. salohiyatiga bog'liq, o'ziga fikr Kerakli olib olish, ma'lumot olishadi. o'ziga munosabatini bildirib, ana o'shanga keyin sekin chorasini ko'rish. Buning uchun yo'l xaritani tuzib olishimiz kerak. Yo'l xaritada gap ko'p. Yo'l xaritani tuzib, uni yozmasdan yurgan esda turmaydi. Bitta informatsiya kirish uchun bitta informatsiya chiqib ketishi kerak. Shuni planlashtirib olib borishimiz kerak. Men o'ylayman, bizda yettilik shunga salohiyati bor. Xudo xolos mana ijtimoiy xodimni ham 2 hafta bo'ldi berishganiga ko'chadan, uydan kelmaydi. Uy o'rganish kerak edi. Anta narigi familiyali bor ekan, o'shanga u chiqdi degani bo'lmaydi. Shuni borib, o'rganib, ko'zi bilan ko'rib, oilasini haqiqatda haligi nogironligini yoki shuni uyi shunga talab borligini bilib kelsa, kechqurun uxlayotganda ham turg'izsa bu oila mana shunaqa deb gapirib beradi. Biz shunga tarbiyalaymiz, shunga iltimos qilamiz, shuni talab qilamiz. Mana shunaqa bo'lsin deb. O'zimiz ham shu iloji boricha topshiriqlar ekan bo'lganda chiqib ketamiz ertalabdan, mahallani iloji boricha aylanib ko'chaga chiqishi. Yana ikkinchisi bularni o'rganish, buni yashil makon bo'yicha ham ko'proq qilish. Endi hozir bizning idora eskiydi, bizib yangi zamonaviy idora qurilyapti. Davlat xususiy sherikchilik bo'yicha tadbirkorimizdan biza asosan nuroniylarni yig'ishga, yoshlarni yig'ishga choyxona bor edi. Choyxonaga yig'ardi. 3 avlod uchrashuviga o'xshab. O'sha yerda katta yoshliklar unga turgan bo'lsa, bitta choy olib kelib bergin desa, bir xillari olib kelmaydi. O'sha joyida nuroniylarni ozgina tarbiyalashi yoki rag'batlantirishi katta rol o'ynaydi bu narsa. Mana shunaqa nuroniylarga mana shunaqa maskanlar joyi kerak. Mahalla guzari kerak. O'shanda uydagi muammoni mana shunaqa olib chiqadi. Kelishadi, ozgina o'ynashadi, uni buni qiladi, choy ichadi, she'riyat bilan gaplashadi. Gap qolmagandan keyin o'zini uyidagi muammosini aytadi. Mana mashina bir-biri bilan jipslashib turmasa, odamlarning ichida yurmasak, muammolarni o'rgana olmaymiz. Maqsadimiz shu-ku, muammoni yo'q qilish. Muammoni yo'q qilish uchun diagnozni to'g'ri qo'yib, mahallani, oilani ichini o'rganish. Shunga harakat qilinadi. O'rganishda turli yondashuv usullaridan foydalanmoqdasiz. Shu yondashish endi joyida bo'ladi-da. Jarayonni o'zi hozir borib men bu oilani, men bu tarafini o'rganaman, men bu savolni beraman degan bilan bo'lmaydi. Gaplashgandan keyin umuman boshqa tema bo'lib chiqadi. Muammosi boshqa narsa. O'shanga yordamlashib, operativni hal qilishga harakat qilish kerak. Biz ham mo'zaja, ham o'qimishlik o'rganib kelganmiz. Jarayon shu joyi oilalar bilan yurish o'zi o'rgatyapti bizga, o'zi o'qish bo'lyapti. Hamma xarakteri bilan ular bilan gaplashish, bir xillar endi ozgina nima deydi? Terpeniya deydi-yu. Kerak. Qiziqish ozgina u yoqqa asabzorlikni chetga surib qo'yib, odamlarni eshita bilishimiz kerak ekan birinchi o'chirda. Birinchi navbatda odamlarni eshitsak, to'g'ri gapiryaptimi, noto'g'ri gapiryaptimi? Eshitib olib, keyin mulohaza qilib, ularga qayerda to'g'ri, noto'g'riligini to'g'ri yetkazib bersak, ijobiy hal bo'ladi. Keyin Baxtiyor aka yana bir dolzarb mavzu bor. Ko'p ko'raman. Ana ba'zi bir fuqarolar noliydi-da, xafa bo'ladi mahalladan. Men deydi, yordamga muhtojman deydi. Lekin yordam berishmayapti deydi. Qancha chiqsam ham deydi, sen to'g'ri kelmaysan nizomga deb qaytarishaveradi deydi. Lekin haqiqatda menga kerak yordam deydi. Shunaqa vaziyat bo'lganmi? Qanday qilasiz? Nima qilasiz? Keyin hozir mana shu kuzatuvchilarimizga ma'lumot o'rnini aytib o'ting. Qanaqa bo'lish kerak o'zi yordamga muhtoj oila? Bor, bunaqa fuqarolar bizda ham bor. Uzluksiz ravishda berib turilib, har doim kelgan yordamlarni olib kirib beriladigandan nolib qoladiganlari ham bor. Noliydiki, endi men nogiron oilaman, men ro'yxatda turaman. Endi meni kambag'al oilaga qo'shib qo'yibsan, men qanaqa qilib qizimni uzataman deydi. Yo'qmasam kambag'al oiladan chiqaraylik. Qizlaringizni ishga joylashtiryapmiz. O'qishga kirdi, o'qiyapti. Yo'q, unda men pul olmayman. Menga narsa olib kirmaysan. Paradoks. Buni to'g'ri tushuntirib, mana hozir qilinayotgan ish mana bu o'zini hosilasini beryapti. Men mana shu bir haftaning ichida ko'rdim. Oldinlari boya aytdim-ku, ayollar daftarida tursa, onasi boquvchisi yo'q bo'lsa, kontrakt puli beriladi. Mashinasi bo'lsa, bundan yiliga qarab sartaroshga qilinardi. Hozir inson omilisiz, ijtimoiy xodim, yettilik bilan mana o'rganib, so'rovnomasi bor.
so'rovnomaga qilinadi. So'rovnomada hammasi endi bu yerda to'g'ri qarash kerak. Haqiqatga qarab gapirish kerak. Mashinasi bo'lsa bor deb, eri bo'lsa mana ishlamaydi deb buni yozib, to'g'ri shu narsani berilsa, u yog'i inson omilisiz hal bo'lyapti. Ana oxirida mana shunaqa tortishuvlar ham ko'p bo'ldi. Rus oilada ham, o'zimizning o'zbeklarda ham ko'p kelib, endi shuncha 3 yildan beri kontrakt pulini to'lab beryaptiding, endi nimaga to'lab bermaysan deganiga har qanaqasiga tushuntirib ko'rdik. Shunaqa aqllilari borki, o'zini ishlab turgan joyidan 15 millionlab oylik olayotganda bekitib yurganlar bor. Ana inson omilsiz tekshirilganda so'rovnoma bilan kambag'alman deganda 15 million daromad chiqib turibdi. Qanaqa qilib buni kambag'allikka qo'shamiz? O'shani ko'rsatib berganda ham endi qiyin-da. Odam yaxshi narsaga tez o'rganadi. Endi uni berilmagandan keyin uni inson omilimsiz mana platforma bo'yicha o'zi hal qilgandan keyin ko'rib turibdi, tushunib turibdi, tan olgisi kelmaydi. Yuristlari ham oldingi, mana sen bu yerda turibsanmi, sen olishing kerak deb qo'yib qo'yadi. Yomon gapirgisi kelmaydi. Unga ham tushuntirgandan keyin endi bunga ancha harakat ketyapti, tushuntirish uchun. Bu ham qonunda yozilgan bo'yicha. Boshqa sal chetlasangiz yanchib tashlaydi. O'shaning uchun qonunni o'rganib, mana manba asosida deb bir necha bor aytgandan keyin tushunishyapti. Qiyin, juda qiyin. Mana shunaqa nolayotganlari ham ko'p. Menga sen 3 oydan beri narsa olib kirmayapsan-ku deydiganlar ham bor. Ketma-ket bir oyda 3 marta olib kirganingizni hisobga olmaydi. Mana shunaqada. Bizda aytdim-ku, boyagi bo'yicha ro'yxat qilib qo'yilgan, yana takomillashtirilib yoki kamaytirilib turiladi. Berish kerakmi, muhtojmi olib kiriladi. Tadbirkorlar, saxiy odamlarimiz bizning mahallada ko'p. Chetdan ham keladi. Haligacha bilmaymiz. Bir mashina narsa keladi-da, kimdan kelganini aytmaydi. Bizani bitta mas'uliyatli joyimizga sanaymiz, mashinada turganini ko'rsatamiz, gruppaga tashlaymiz. Keyin erinmasdan 3-4 kishi a'zo uy tarqatib, endi bu ham har kim har qanaqa tushadi. Bir nechta odam nega rasmga olyapsan deganlar ham bo'ldi. Kiramiz, yaxshiligiga xafa bo'lmang, bunga deb beramiz. Lekin shu rasmga olganimiz bir necha bor bizani qutqarib qoldi. Keladi, menga sen mamichadan biri kelmaysan deganda, shundan rasmni oyim bilan yana olib kiramiz sizga. Faqat unaqa demang, deymiz. Bir xillar o'tib ketib qoladi deydi. Mana shunaqa qilmasa bu, chunki bu omonat. Bizga shu to'g'ri manzilli yetib borish uchun xonadonga ishonib haligi homiy tashab ketyapti. Balki tekshirmas bizani, balki tekshirar, lekin bizda mana bitta bo'lish kerak, shu joyiga yetib borish kerak. Biz o'z-o'zidan isloh qilib qo'yishimiz kerak. O'zimizdan soqit qilishimiz kerak. Joyiga bordi yoki bormadi. Agar shu joyiga bormaganini ko'rsa, keyingi bu odam bizga boshqa olib kelib bermaydi. Bermaydi shu narsani. Bizning vazifa o'zi shu. Shu eng nozik joyimizni shuni joyiga yetkazish. Endi zakotlar bo'ladi, zakotlar olib kelinganda ham o'zi bilan bir xilda bilgisi kelmaydi, bildirgisi kelmaydi. Ishongan odamini olib, qo'li bilan topshirtirib, oldirib chiqamiz. Bo'lmaydi-da bo'lmasa. Odamlarda boyiga yetganiz bo'yicha ishonch yo'qoladi. Eng yomoni shu. Yeb ketyapti deydi, qo'pol qilib ketganda, o'zinikiga beryapti deydi. Bu o'sha mahallada ajralishlar boshlanib ketadi. Bizning vazifamiz nima? Jipslashtirish, fuqarolarning ishonchini oqlash, joyiga yetkazish. Mana mashinasi bitta shuncha birinchi shuni ushlab olsak, keyin chiqib kelaveradi. Mana hozir open byudjetlar chiqyapti, tashabbusli byudjetlar chiqyapti. Nimaga qilinyapti? Ovoz bersin. Keladi-da fuqarolar. Mani ko'cham mas'ulini qilib ber. Yama ber. Mana buni bunaqa qilib ber. Yo'q, unaqa emas. Endi tekini yo'q. Ovoz ber, hech bo'lmasa. Tashabbusli. Mana poliklinikamiz bor. Apparatlar kelyapti. O'shanga chiqib borib o'sha bitta davo olayotganingda yoki rentgenga tushayotganingda, meni ham hissam bor. Mana shu apparatni olishda ovoz berganman. Desa, qanaqa-ku? Hozir bu yerga bo'layotgan tashabbusli byudjet ham shu. Sen harakat qil, fuqarolar hamma menga qilib bermas. Billa qilaylik. Shu narsani obod qilaylik. Boyagi anaqada ham, yashil makonda ham shu daraxtlarni oldingizga, uyiga, bu yog'iga ekib ketyapmiz. Endi men shunga hech bo'lmasa sug'orib qarab turing. Sindirib ketmasin yosh niholni. Suv berib tursin, tutab ketsin. Bolalar keyin meva yeyotganda qo'yib turgan edim suv. Mana bolalar xursand. Hammasi esdan chiqib ketadi. Hammasi esdan chiqib ketadi. Shuni odamlarda bor, biladi, qilgisi kelmaydi. Qilgisi kelmaydi. Men oldin eshitib aytdim, bunaqa emas edi. Ko'chada mevali daraxtlar hamma turardi.
Olsa biz ozgina qoqib olardik, turardi, egasiga ham ortib qolardi. Hozir unaqa emas. Hozirgi kunda hamma o'zi bilan o'zi. O'zi bilan o'zi ovora. Ana shundan chalg'itish kerak. Omma bo'lib, bir-biri bilan birga bo'lib, uchrashib, endi Xudo saqlasin, qo'shni tanimaydigan bo'lib ketmasin. O'shanisi bizga kerak. Bir-birini tanishib, qo'shni ham yoki kasal narodiy qo'shnisi ham shu oilada nima ijobiy narsa, nima salbiy narsa qarab, to'g'ri fikr berib, to'g'ri taassurotlarni to'g'ri tarbiya berib, bolalariga etib turish kerak. Mana shunga olib borish kerak deb. Shunda mahalla namunali mahallaga chiqadi. Demak, Baxtiyor aka, mana shu misol uchun men ijtimoiy himoyaga muhtojman, yordam kerak mahallaga. Borib tartibi sizga murojaat qilishim kerak, ariza yozishim kerak, to'g'rimi? Menga yordam kerak deb. Keyin ijtimoiy xodim men o'rganib chiqib, mendan bor narsa ma'lumotlarni bazaga kiritadi. Bazadan keyin natija chiqadi. Bu bitta yo'li. Ikkinchi yo'li hokimiyatdan ham, poliklinika razrafdan ham olinadi. O'zi kasal bo'lganlari, nogironlari gruppalari bo'yicha o'ta ro'yxat beriladi. U ro'yxat bo'yicha ham bizning fuqarolarimizga ro'yxat beriladi. Bu ro'yxatda ham hammasini o'rganamiz. 7likni bayonnomasini ham yana qilinadi. Haqiqatda hozirgi sharoitda shumi shu emasmi? Hech kim garantirovani emas deyapman-ku. Bugun kambag'al odam ishi yurishib bir haftadan keyin boyib ketishi ham mumkin. Yoki teskarisi. Buning uchun xonadonbay o'rganishimiz kerak. Mana shuni berildimi ro'yxat? Filtrlab, haqiqatda shunaqami, shunaqa emasmi? Yoki o'g'lini o'ylantiruvdi, yaxshi ishga joylashtiruvdi, yaxshi bo'lib ketdimi, yo'qmi? Boyaga aytgandek manzilli joyiga borish kerak. Agar shu o'zini evlab ketgan bo'lsa, biz xursand. Yana yordam kerak bo'lsa, yana turtkini berish kerak bo'lsa beriladi. Yo'q bo'lsa, yana boyaga yordam berib turish kerak. Mana bizga masalan reyestr bo'yicha kelgani bo'lsa, masalan 30 ta berildi. Yana 7ligiga yana 15 tasini beringlar deydi. Yana xonadonbay o'rganamiz. Ijtimoiy xodim bilan billa hammasini o'rganib, ijtimoiy xodim kelgan bo'lsa, oilani bilmasligi mumkin. Ko'rib, bunga berish kerak ekan deb yurishi mumkin. Mana xotin-qizlar faoli bor, 10 yil, 15 yildan beri ishlaydigan. Undan maslahat olinadi, nuroniylardan maslahat olinadi. O'sha ko'chalarning ko'cha boshchisi bor, qo'shnisi bor. Bildirmasdan mana qilib surishtirib bilib olish mumkin. Ko'cha boshida to'g'risini olib keladi. Ana o'shandan muhokama qilib, keyin 7lik qo'yib, 7lik qo'l qo'ygandan keyin bu juda katta mas'uliyat bo'ladi. Mas'uliyat bo'ladi. Bu mas'uliyat bu qo'yganimizga javob beradi o'zi. Hammasi joyiga bordimi, bormadimi yordam. Mana hozir prezidentimiz tomonidan tashabbuslari bilan berildi 1 milliondan. Vaucherlar berildi. Bizning mahallada mana 37 ta xonadonga berildi. 15 tasi kartasi bo'lmaganiga bankdan chiqib naqd pul oldi, qolganlarga kartochkasiga o'tkazib keldi. Mana bugun pensiyaga chiqishdi dedim-ku, qanchasi chiqib minnatdor bo'lib ketdi. Kim berdi? Prezident tashabbuslari bilan bo'ldi bu narsalar. Qarang Baxtiyor aka, ba'zi bir fuqarolarimizda boqimandalik hissi ko'payib ketganmi deb o'ylaysiz? Bor. Bunaqalar bor. So'raveradi. Masala ko'p aytilardi, hozir kamaymaganmi? Yo'q, endi bu mahallada, endi bizning o'zimizni mahalla kesimida gapirsam, mana hozir boya yetdim-ku, boqimandalik qilib sezonniy ishchilar, malarlar, ish bo'lganda ishlaydiganlar, ular ishlab yuradi-da, davlat ishiga kirib ishlashni xohlamaydi. Biz aytamiz, "Voy, farzandlaringni puli kesiladi. Hech bo'lmasa 1,5 millionlikmi oyligami, mayli 2 millionlikmi tushadiganiga joylashmaydi." Oxiri ayoli chiqib aytadi. Shu xo'jayinim deb men bola pulini olmayapti. Shuni yetganda ham bo'lmayotdi. Endi mana bu bo'lgandan keyin, mana hozir yaqinda chiqdi-ku bu bo'ldi. So'rovnomalar bo'yicha yangichasiga kelibdi. Ana endi o'zi kamaytirishga olib kelyapti. Mana endi ta'siri bo'lyapti. Ana endi yangi yildan kambag'allik reyestri ham, ijtimoiy reyestri ham inson ijtimoiy markazidan o'rganilib, ko'rilib, bizning xulosa o'zamidan ko'rilgandan keyin majbur bo'ladi. Biz ochiqni aytamiz. Nima sabab bo'ldi desa, ayoliga "Mana shu sabab bo'ldi" deyapmiz. Bo'ldi, tan oldim. O'zimdan ichimda deydi. Buni qonun doirasida isbotlab berishimiz kerak. Mana shunaqa qilib. O'zidan bo'lsin, tashabbusi, ishlasin. Farzandni boqish kerak, ishlash kerak. Endi mana shu ko'p guvohi bo'laman, o'sha yordam so'raganlar yoki doimiy oladiganlar. O'zi yordamni men o'ylayman, haqiqatda nogironligi bo'lsa, iloji yo'q. Endi Xudo dardni bergan, yordam berish kerak. Yoki yetimlarga mayli yordam berish kerak. Lekin ba'zi bir oilalarda o'g'il sog'lom,
ota sog'lom, Ishlamaydi. ona sog'lom. Ishlamaydi. Mana bir boqaman deb bo'ladi. O'rganib qoladi, olib kelyapti uyda. Biz buni filtrlaymiz. Bermaymiz. Mana boyagi misolim ham shunaqa. O'zi tupikka kirib turibdi-da. Kambag'alman deb tan olsam, yozsang, qizimni uzata olmayman. Kambag'al deb yozmasang, pulimni ola olmayman. Ana o'zi turibdi. Qaysi biriga qilish kerak? Lekin hozir yo'l berilyapti. Kambag'al, nogiron oilalarni, fuqarolarini ham ish bilan ta'minlash. Bosh kalaskadadir. Lekin qo'li butun, kallasi yaxshi, kompyuterda ishlaydigan joylarga tavsiya qilinadi, ishga olib kiriladi yoki qadoqlashlarga olib kiriladi yoki uyga beradigan bor, uyga olib kelib ishlatadiganlar bor, unga beriladi. O'shani ham harakatini qilamiz. Endi bir diagnozi og'irroq bo'ladigan bo'lsa, yengilroq joylar bilan, mahalladagilar bilan iloji boricha. Endi buni mahalladan qilish shart. Bitta yomon taraf agar uzoqdan ish topilsa, yo'l kirasini o'ziga ketib qoladi. Uyiga yaqinroq joydan topib berishga harakat qilinadi. Yayov chiqib keladi, ishlab yengilroq ish o'shanga yarasha keladi. Uyda o'tirib yurgani bilan boyaga aytgan g'aflat tushib qoladi. Odamlarning orasiga chiqsa, odamlarni ko'rsa, haligi endi men nogironman deb o'tirgan fuqaro ham odamlarni ko'rib havas kelib, men yashashim kerak, shu odamlarga nimam kam? Nima harakat qilishim kerak degan savol tug'ilishi kerak. Bu bor-da. Uyda o'tirursiz, bitta narsani tomosha qilib o'tirursiz, bo'ldi, hayot shu ekan deysiz. Chiqsiz, antigi hayotni har xil narsani ko'rib, rivojlanishlarni ko'rib, o'zidan o'zi keladi. Kamdan kam tarki dunyo qilganlari bo'ladi, to'g'ri. Meni bo'larim shu, bo'ldim endi men. Yo'q, lekin men bilaga yoshlar ham bor, nogironlar. Ularga ozgina motivatsiya berish kerak. Ko'rsatish kerak, bilish kerak. Mayli endi chiqib oy oladigan, yulduz uzatgan emas, o'zini boqib, boyagidek uyga olib kelayotgan narsa bilan emas, homiladan kelayotgan narsa bilan emas, o'zi oyligini olib yoki kunligini olib uyga o'zi yeydigan ozginasini ko'tarib kelsa, u qanaqa o'zi boshqacha bo'ladi. Albatta. Boshqacha bo'ladi. Buning uchun tushuntirish, olib borish, yordamlashish buni qo'yish kerak emas, to'xtatish kerak emas. Ana bu holatlarga ham tushganmisiz? Mana misol uchun yordam so'rab keladi. Olaylik, bu begona. Siz yordam bera olmayman deysiz. Haqiqatan nizomga to'g'ri kelmaydi. Lekin palonchi qarindoshingizga beribsiz, pistonchi qarindoshingizga beribsiz degan holatlar yoki qaysi qarindoshingiz kelib menga yordam bering, qarindoshingiz menga degan holatlar ham bo'ladimi? Bo'ladi. Qarindoshlar yaxshi biladi, kelmaydi. Uzoq, zor bo'lib qolsa ham kelmaydi. Lekin boshqa mahallalardan kelganlari shu bolasinikiga hech bo'lmasa men bu bolaga kerak bo'ladigan narsalarga, doriga so'rab kelganda homiladan yordam beramiz. Beramiz. Lekin bir ikkitasinikini to'xtatdim, o'rganib qolib, ketma-ket keladigan bo'lib qoldi. Mahallasidan olgan desa, keyin o'rgansak, u mahalladan ham olar ekan. U mahalla ham berib, yordam berib turadigan shunaqalar ham bor. Ham bu mahalladan o'qtan, ham bu mahalladan. Mana shunaqa ham bo'lib qoladi. Endi kelganda tadbirkor berib turganda, bergin deganda beramiz-da. Beramiz. O'zimizning bo'lib qolsa, o'zimizning vaziyatda ham berishga harakat qilamiz. Lekin hozir endi sal qanaqa qildik, o'ylab shu qaysi mahalladansiz so'raymiz. Telefondan qolamiz. Keyin mahallalarni bizning tumanimizda bo'lsa hammasini ulana olmaymiz-ku. Raisiga telefon qilamiz. Mana shunaqa qarovsiz qolib ketganmi? Juda og'irmi? Yo'q, mamlaqa. Yoki ayb o'zida, yoki mamlaqa. Bilgandan keyin o'shanga qarab yordam qo'lini cho'zamiz-da. O'shanaqa qilmasa u bo'lmaydi. Endi o'zimizda ham ko'pda. O'shani harakatga yetadi o'shanga. Ko'payga gitsami? 7 ta deysizmi? 7 ta berdingizmi? Qizi ketyapti. Yoshli yetakchi asosan. Tadbirkorga yordam bermoqchi edim, uni ham qo'shib ketdingiz. Savolingiz esa men ham savol berib berolmasiz. Aniqlaylik. Просто mavzudan boshqa mavzuga o'tib qolib, navbat bilan o'taveramiz. Baribir mahallada har doim hamma masala ham hal bo'lmaydi-da. Qaysidir masala nazariyaga to'g'ri kelib qolmaydi, o'zingiz yuqorida aytib o'tdingiz, amaliyotda boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Qanday shunday holatlar bor? Bunaqa holatlarga mutasaddi organlarga o'zini temasiga qarab, masalan, mahallada asfalt katta qimmat narsa. O'tkazildi. Endi yordam ancha bo'ldi. Shu holga kelib qoldiki, qilishimiz kerak. Bo'layotgan narsa. Bo'layotgan narsa bo'lgan ekan, buni hal qilish uchun biz o'zimiz hal qila olmadikmi? Homiladan hal qila olmadikmi? Tuman deputatlarimiz bor. Shahar deputatlarimiz bor. Oliy sud kengash
deputatlarimiz, senatorlar bor. Birma-bir so'raymiz, maslahatlashamiz. Hozir mana bir yaxshi ish bo'ldi mahallaga. Shu bir ko'chani asfalt qilishimizga tuman deputatidan harakatlari bilan 100 million pul ajratildi. Joyiga deb, masalan, shu ko'chani manzili bo'yicha deb ajratildi. Hozir shuni kutib turibmiz. Tenderga berilib, ishchi guruhi olsa, asfaltni shu qorgacha bitirib bersa, mana bitta katta yordam. Biz o'zimizda qila olmaganimiz. Ikkinchisi, shahar deputatimiz borlar. Shahar deputatimiz ham juda katta yordam berdilar. Ularnikicha katta miqyosda deputatskidan 500 million pul chiqarib berdilar. Hozir menimcha shu ikkita dom orasida bolalar maydonchasi yo'q edi. O'sha yerga chiroyli zamonaviy qilib, shu pullar o'sha mablag'lari olindi. Quruvchilar hozir tenderdan o'tyapti. Ana u ham avlodga qoladigan, farzandlarni xursand qiladigan narsaga erishildi. Yo'lini topamiz. Jo bo'lmasa hokimiyatga chiqamiz. Hokimiyat yordam beradi. Hokimiyat hech qachon yo'q demaydi. Faqat muammoni to'g'ri asoslab olib chiqish bizadan. Endi arzimagan, bo'lmagan narsani ham olib chiqsa u ham bo'lmaydi. O'shaning uchun haqiqatda hozirgi kunda shu narsa kerak. Shu narsa kerakligini asoslab, iltimos qilib sayyor qabulga tuman hokimimizga ham chiqamiz. Shu paytgacha bo'lgan muammolarimizni hammasini hal qilishga yordam berib kelyaptilar, bo'lyapti. Savol berdim, oldimi bu? Boya chiqib ketganingizda beruvdim. Oldim. Ha, o'sha. Chiqib tegingizga. Avvallari kam ta'minlanganlarga turli xil yordamlar ko'rsatilardi. Misol uchun, aza masalasida ham yoki to'y masalasida ham yordam beriladi. Hozir ham mahallani budjetida aynan mana shunaqa holatlar uchun mablag'lar ajratiladimi? Hozir bunaqa mablag' yo'q. Aza bo'lsa, birinchi navbatda borib, endi biz mahallaga endi o'tirishi mehmonlik keladi-ku, endi ko'ngil so'rab kelganlar bor-ku. Ularga mahalladan stullar, yog'ingarchiliklar bo'lganda katta bir nima deydi, zontlar, naveslar qilib qo'yganmiz. Ular bo'yicha bir 100 kishilikni tayyorlab qo'yganmiz. O'shalarni yetkazib sirasi joyiga o'rnatib beriladi. Bu bitta yordam, beg'araz. Endi aza bo'lib turgan joyda o'zini puliga yana boshqa joydan olib kelish noqulay narsa-ku. Iloji boricha shu tarafdan yordamlashamiz. To'ylarda endi so'raladi. Shu paytgacha endi to'ylarga unaqa mahalladan yordam berib, deb kelib so'rab qilinganlari yo'q. Yo'q, bunaqasi yo'q. Covid paytida bo'lganmiz, Covid paytida bilasiz, unda 4 ta kishi bilan ham o'tkazib yuborilgan. 3 kishi bilan o'tib ketganmiz. Lekin bizning mahallada homiylarimiz tarafidan kam ta'minlangan oilalarni umra safariga yuborishlar ko'p bo'lgan, oilaviy davolanishlariga beriladigan yordam ko'p, bu bor. Operatsiyalariga berilish yaxshi, e'tibor katta beriladi. Bu narsalarga birinchi navbatda bo'ladigan narsalarda hammasi bunaqalariga. O'shaning uchun aholimiz buni qadriga yetadi. Homiylar bir xillari даже o'zini bildirmaydi ham, bildirmasdan ham qoladi. Baribir endi bilishadi kimdan kelayotganini. O'shaning uchun men har gal aytaman, Chilonzor mahalla fuqarolarimizning, homiylarimizni juda ko'ngli keng, yordamga tashna, nima yordam bo'lsa qaytishmaydi, yordam berib turadigan aholi. Siz aytyapsiz, homiylarimiz bor deb, shu paytgacha mahallaga bunchalik ko'p homiylar kelishini, yordam berishini hech eshitmagan ekanman, rostdan ham. Endi siz orqali bilyapman. Homiylarimiz mahallaga murojaat qilib, har bir o'sha aholiga yordam berishni istaydiganlar hali hamon borligi yoki ular kun sayin ko'payib borayotganligini. Mana bizda men sizga misol aytaman. Qiynalib qolgan oilaga bu yil 3 ta oilaning uyini umuman buzib tashlab boshqa talab qurib berildi. Bittasi mana hozir bo'layotgani oshxonasini buzilib 3 ta nogironi bor. Onasi bilan o'zi turishadi 5 kishi. Ular oldin o'sha kam ta'minlanganga kiradi, hozir ham shunda turishadi. Oshxonalarini, yuvinish xonalarini hammasini buzib, katta ayvonlar qilib, mebellarigacha hammasigacha qilib berilyapti. Undan oldin ham yana bitta xonadonga shunaqa qilib berilgan. Umuman buzib tashlab, jihozlari bilan hammasi bilan ta'mirlab, shunda ochib yashab kiradigan qilib berilgan. Yana bittasi bolamiz bor edi, 3 ta oila bitta xonadonda turadi, 2 ta kichkina xonada turishardi. Uni uyini ham buzib, homiylar bilan olib, endi shunaqaki guruhga tashlaymiz-ku, gruppaga. Tashlaganimizdan keyin men nima qilib beray, men mamsini qilib beray deb ko'p kelishadi. O'shanikiga ham mana 2 ta kichkina xonaga, hop, 2 ta katta xona yengitdan bo'ldi. O'ylanolmayotib 4 ta bo'ldi. O'ylanish kerak edi. 30 dan oshgan bola edi.
o'shanga uniki berildi, oshxonasi, yana sanuzullari hammasi yangi zamonaviy isitish sistemalari bilan, mebellari bilan qilib berildi. Aholi xursand, biz ham xursand. Bunaqa bizning mahallada yaxshi yo'lga qo'yilgan, Xudoga shukr, bor. Endi ana tomlarini yopib berish, devorlarini qilib berish, bular ularning oldida anaqa bular o'z-o'zidan bo'lib ketaveriladi. Undan bir 5 ta xonadonnikini tomlarini yopib, yengilab beriladi. Xabar olib turiladi. Endi navbatga qo'yib, navbatma-navbat o'shanga ko'pchilik homiylar shuni kutib turishadi. Mana hozirgi ketayotgan protsessda ham kutib turishibdi. To'xtab qolsa, qayerda oldingi ishlatayotgan homiynikini bizga aytasizlar. Biz o'zi yordam beramiz deb turishibdi. Bor gap. Bor gap. Demak, Chunki ular ko'rib turishibdi joyiga borayotganini. to'g'ri. Mana shu eng asosiysi shu narsani o'sha yerga kelib joyiga manzilda qilishiga. O'shanisi kerak. Demak, aziz kuzatuvchilar, aslida qanday muammo bo'lsa, bekorga mahalla asosiy muhim bir bo'g'in deb aytilmagan jamiyatimizda. Istalgan muammoda, u oilaviy muammo bo'ladimi, psixologik muammo bo'ladimi, zo'ravonlik bo'ladimi, u yokida ishga joylashish, hatto tadbirkorlik rejalaringiz bo'lsa, yordam so'rab kelishingiz mumkin bo'ladi va mahalla har doim ma'muriy bir birlik sifatida har bir fuqaroga yordam berishga tayyor. Tayyor. Suhbatimiz yakunlab qolyapti. Siz bizni hozir Toshkent shahar mahallasidan gapiryapsiz-da. O'sha faoliyat yuzasidan gapiryapsiz. Bizni butun O'zbekiston kuzatishi mumkin. Qishloq joylaridagi mahalla raislari ham ko'rishi mumkin. Sizlar shaharda o'tirib olib maza qilishlaysizlar, hamma sharoit bor, bizani bilmaysizlar-da deyish mumkin. Siz solishtirib ayta olasizmi? Shahardagi og'ir o'sha faoliyatdagi og'ir muammolar qishloqdagilar bilan solishtirib ayta olasizmi? Men boya aytib o'tib ketdi bu. Agar mana shahardagi bizani mahalladagi og'ir sharoitga tushib qolganini desam, men endi shu yerda o'zida ham aytdim, shahardagi mahallalarda ham, boshqa mahallalardagini misol oladigan bo'lsak, shaharda 585 ta mahalla bo'lsa, ulardan bular o'ziga to'q deb hisoblanishi ham mumkin yoki aksicha. Bizadagi o'ziga to'qroqni deydiganim bo'lsa, o'ttigisi, teskarisi bo'lishi ham mumkin. Bu viloyatdagilardan ham eng mendagi kambag'al deb aytayotganlarim, e'tirof qilayotganlarim unga nisbatan bu yerda juda o'ziga to'q deb ham hisoblash mumkin. Bu joyi men faqat mahalla kesimida gapiryapman. Bizani o'zimizni mahalla kesimida. Boshqa oligimdan misol qilib, ular bilan anaqa qilishga menda anaqa yo'q. Chekka mahallaga borib qo'ysa mazza qilishni olasizmi? Muammolarsiz. O sharoitga tushish kerak. Endi uni hozir quruq gap bilan ishlayman degan bu gap emas. Unga borib ishlagandan keyin haqiqatda ishlash kerak. Haqiqatda ishlab, haqiqatda o'rganib, shuni qo'ldan kesib borish kerak. Lekin o'tga birinchi omil mablag' bo'ladi. Mablag' bo'ladi. Uni quruq gap bilan gapirib o'tib ketadigan deb o'ylamayman. Juda kam masala. Hamma narsa shu mablag'ga taqaladi-da. Hammasi shunga taqaladi. O'shanisi bor. O'shanisi bor. Lekin men aytayman, yana qaytarib aytaman, davlat tarafidan, homiylar tarafidan, hokimiyat tarafidan bo'layotgan bu yordamlar ancha kengayib, ancha fuqarolarning ko'nglini olishga muyassar bo'lyapti. O'sish ancha bor, ko'zga ko'rinib turibdi deb uni tan olish kerak. Tan olish kerak. Mana homiylar bor deyapmiz. Aynan o'sha chekka mahallalar ham balki murojaat bilan chiqishi kerakdir homiylarga. Qo'l qovushtirib, masalan, moddiy tomonlama hech qanday imkonim yo'q deb o'tirgandan ko'ra, o'sha homiylarni topib, qaysidir muammolarni hal qilishga harakat qilgani ma'qulroq. To'g'ri. Viloyatlarda men o'ylaymanki, men endi dehqon emasman, tomorqalar beriladi, yerlar bo'ladi. Yerlardan mahallaga o'sha yerdan olish mumkin. Ishlatib, o'zini byudjetini shakllantirish mumkin. Masalan, mana biz shuncha naqd turgan bo'lsa ham, meni hozir niyatim mahalla idorasi qurilgandan keyin mahalla idorasida tadbirkorlik, tikuvchilik sexi hammasi mo'ljallangan. Bundan kelayotgani mahalla balansiga o'tirib, mahalladan ijaraga olsa, bunga tushadigan bo'lsa, xudo xolasa biz undan ham ko'p odamni ko'nglini olishga muyassar bo'lamiz. Bizning niyatimiz shu. Bir kvadrat joy bo'lsa ham shundan foydalanib, Navoiyxonasidan ham, Somsaxonasidan ham olib, mahallani ravnaqi uchun, mahallani manfaati uchun. O'sha yerda ham men o'ylaymanki, shu yerlarni ajratib mahalla balansiga berib, dehqonchiligiga deb berilgan joyda birinchidan ishsiz o'tirganlarni ish bilan ta'minlab, undan chiqqan mahsulotni
sottirish mumkin, olish mumkin. Endi to'g'ri, bunga ancha qog'oz hujjatlarini qilgan holda, qonuniy holda qilib mahalla balansini, mahalla byudjetini shakllantirish mumkin. Harakat qilish kerak. Harakat qilish kerak. To'g'ri, bizda endi ular haqli, shaharda oson sizlarga bunaqa deyishligisiga haqli, to'g'ri. Biz endi konkurslarda qatnashganimizda ham ko'rdik. Obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadonda qatnashdik. U yerda talablari bor. Romlari bo'yalganmi, bo'yalmaganmi? Tushunasizmi? Endi shaharda Xudoga shukr, bitta bizning mahallada emas, ko'p mahallalarda hammasida akfa romlar bo'lgani uchun buni bu savol bu yerda noo'rin. U yoqdagi hali bor. Mana o'shani joyiga qarabdi. Joyiga qarab hal qilinishi kerak. Даже bu yerda endi masalan qo'pol bo'lsa ham uyida sanuzli bormi, yo'qmi deganda hozir ko'pchilik xonadonga kirsangiz bitta uyda kamida 4 ta sanuzli bor. Endi uni viloyatning o'ttigi bilan solishtirish bu noto'g'ri ish bo'ladi. Joyiga qarabdi, ularning aybi emas yoki bu yo'qning aybi emas. Ishlanyapti. Men tan olish kerak-ku. Mana viloyatda agar ishi yurmay qolgan bo'lsa ham budga kelib ishlab, uy olib, hamma o'sha jihozlab shunaqa qilib turganlar ham bor. Hammasi bor. Endi bu sharoitni yaratish uchun odamlarning o'zida ham bo'lish kerak-edi. Davlatga qarab, menga mashina qilib bergin, menga yasatib bergin, buni qilib bergin deyish noto'g'ri. Qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Agar yo'q bo'lsa sharoit, o'sha sharoitni qilish uchun boyaga aytganimizdek, mutasaddilarning oldiga asoslab plan bilan chiqish kerak. Mana bu anaqa bo'lmaydigan narsa desa bo'ladigan narsa bo'lsa qilish kerak. Ba'zi bir tumanda o'sha To'g'ri. O'sha shunaqasi bor, lekin mana davlat tarafidan ajratilyapti-ku. Mana anaqaga bordilar-yu, sho'rchi Namangandagiga borganlarda. Mahallani o'sha idoralarini to'kilayotganini ko'rib, necha million pulni berdilar-yu. Mana bo'lsin dedilar, ish bilan ta'minlansin, sexlar ochilsin, tikuvchilik sexi ochilsin deb ajratilyapti-ku. To'g'ri, birin-ketin endi mahalla ko'p. Bitta bizning tumanimizda 55 ta. Tumandagilarda ham ko'p bo'ladi. Endi tumandagini aholisi bittasi mana bitta uy bo'lsa, u yoqda bizaniki bunday jipslashib ketgan bo'lsa, ikkinchisi xonadon u yoqda. Qiyinchiliklari bor. Ularni mana qancha tumanlardagi asfaltlar ham bo'lyapti. Turpo shag'al yo'llar harakatda, vaqt, mablag'. Buning uchun endi hozir bittada hamma yoqqa buncha mablag' tashab davlatdan talab qilish ham noto'g'ri-da. Odamlarning o'zidan ham chiqish kerak. Bo'lish kerak. Shu narsalarni qilinsa bo'ladi menimcha. Shu o'rinda aynan mana ko'plar mahallani ishlamaydi deb hali ham o'ylaydigan yoshlarimiz, fuqarolarimiz ko'pda. Mana shu holatda rais sifatida ularga qanday bir tavsiyalaringiz yoki yetkazmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bo'lsa, bemalol murojaat etsangiz. Yoshlarimizga nima deymiz? Menimcha to'g'ri bor. Bilmayman, shunaqa yordam berilayotganini deganlar ham chiqadi. Menga keluvdim, yordam berishmadi deganlar ham chiqadi. Lekin endi yoshlarimiz hammasi hozir o'qimishli bo'lib ketdi. Kitob o'qib mashinaga kelsa, men istardimki, kelib mahallaga chiqib, birinchi chiqayotgan qonunlar bilan tanishib turish kerak. Bu qonunlarda hammasi negizida yozilgan. O'qishsa, ilm olsa, bilim olib o'qisa, o'zini talabini talab qilib oladi, o'zining xohishini. O'qimaganga kelsa, Xudo ko'rishmasin, unga 7 likdan o'zi ham tushunmagan xodim chiqsa, u ham noto'g'ri aytadi, menga bo'lmasa ekan deb ketadi. Buning uchun xodim ham, bu ham bilish kerak. Mayli bitta o'zining sohasi bo'yicha, menga mamlakat mablag' berish bo'yicha shu qonunni o'qib kelishi mumkin-ku. Kelib, talab qilib, mana bu qonun asosida menga yordam bera olarkansizlar. Meni o'rganish kerak ekan. Shuni negiz asosida o'rganilsa, mamlakat qilib kelish mumkin. Oladi, ko'pchilik oladi. Endi unga loyiq emas, olmaydi-da. O'shani farqiga borib tushunib olish hammasi yoshlarning qo'lida. Men ularga tavsiyam bo'lardiki, qonunlarni tanishinglar, o'qinglar, talab qilinglar. To'g'ri talab qo'yinglar. Talab qilinglar. Ajab emas. Haqiqatda bo'ladigan narsa baribir qonun doirasida qilingandan keyin shu asoslanib shunga tushdimi, oladi. Uni haqqi. Yoshlarimizga emas, umumiy fuqarolarga deylik, mana mahallada yashayotgan har bir fuqaroga qanday murojaatingiz bor? Mana bu podkast loyihamizning nomi o'zimizdan boshlaylik. Siz mahalla raisi sifatida, mana shu jamoatchilik faoli sifatida shunday maslahatlar bering. Jamiyat
O'sha nima qilsa yanada yaxshiroq bo'ladi. Shu faoliyat doirasida. O'zimizdan boshlaylik. Kameraga qarab aytsangiz. Men fuqarolarga birinchi aytardimki, har doim kelganligisiga nolib keladiganlari bo'ladi. To'polon qilib keladiganlari bo'ladi. Men o'shanda nima deyman? Siz o'zingizga birinchi savol bering, siz o'zingizni mahallangiz uchun yoki o'zingizni turgan ko'changiz uchun nima qildingiz? deyman, talab qilib keladiganlarga. Keyin sekin sal tushadi. O'shancha aytardimki, birinchi o'sha o'zimizdan boshlaylik. O'zim eshigimni tagini supurib qo'ydimmi? O'zim uyimga bitta daraxt ekib katta qildimmi? Mevasi bilan bolalar mana katta bo'lganda xursand qildimmi? Shunga sababchi bo'ldimmi, yo'qmi? O'zimni imoratimni qo'l kuchim yetgancha o'zimni ko'chalarimni tozalab qo'yib, o'zim orasida osoyishta mana bu anaqa o'zi bo'yicha, urf-odatimiz bo'yicha yig'inlarimni o'tkazib olmanmi degan savollarni berishimiz kerak. Shunga javob topa olsak, o'z-o'zidan yechimi ham topiladi. Emaski. Shu asosiy iltimosim shu bo'lardi. Ko'pchilik bo'ladi, jahlda keladi. Mana buni qilib bermading deb. Bizning mas'uliyatimiz o'sha joyda emotsiyalarga berilib ketmaslik. O'sha joyda eshitib turib, ozgina so'ragandan keyin o'zingiz nima qildingiz deb aytganni yana qaytarish. O'shanda o'ziga keladi. Aziz kuzatuvchilar, bu bilan raisimiz avvalo podkastimiz nomidan kelib chiqqan holda ham hamma narsani avvalo o'zimizdan boshlaylik demoqchilar. Shu. O'zimizdan boshlab o'rnak ko'rsatsak, yaxshi ketadi. Hammasi yechimini topadi. Yakunlaymiz. Rahmat Baxtiyor aka, bizning taklifimizni yerda qoldirmasdan, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, sizlar ham bunaqa uchrashuvlarni ko'p o'tkazish kerak, ommaga yetkazish kerak. Hamma muammoni yechimi o'zimizning qo'limizda. Birinchi qadamni bosib o'tsak, menimcha muammolar yechimi topib ketadi. Albatta. Bugungi suhbatimiz sizga manzur keldi degan umiddamiz va mahallaga doir, uning faoliyatiga doir har bir savollaringizga javob oldingiz degan umiddamiz. Podkastimiz esa o'z yakuniga yetdi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.